o'zi bu escrow tizimi siz quruvchiga emas, balki bankda ochilgan quruvchining hisob raqamiga to'lovni amalga oshirasiz. Dubayda ko'chmas mulk borasida o'sha escrow tizimi ancha yildan beri faoliyat olib boryapti. Menimcha Dubayda to'liq summani qaytarib beradi deb eshitganman. Bizda unaqa holat bo'lmaydi. Realtorlarni chopadigan odamlar ko'p. Uzoq muddatli ba'zilar даже foizsiz, ham foizsiz, ham boshlang'ich to'lovsiz men senga qilib beraman degan quruvchilar, firmalar paydo bo'lyapti. O'shalarga to'xtalsak. Ko'pchilik fuqarolarimiz reklamani qurboni bo'lib qolishyapti. Quruvchi firmalarni reklama qilayotgan blogerlar yoki aktyor, aktrisalar yoki mashhur tadbirkorlarni ogohlantirishimiz kerak. E'lon berishadi, agar hozir xarid qilsangiz deydi, chegirma bilan olasiz deydi. Agar bir oydan keyin xarid qiladigan bo'lsangiz, narxi oshib ketishi mumkin deydi. Yoki ayrimlar aktyorlar chiqishadi, endi meni qo'shnim bo'lasiz deydi, men bilan birga yashaysiz, men sizni qo'shningiz bo'laman deb, hattoki shunaqa so'zlarni ham ishlatishadi reklamada. Bir tanishim shaharning markazidan $200 ming ga xonadon sotib oldi. Mana 5 yil bo'libdiki, bu xonadonni kadastr hujjatlari chiqmaydi. Bu xonadonni na ijaraga berib biladi, na qaytib sotib biladi. Aynan mana shunaqa nojo'ya holatlarga tushmaslik uchun podkast tashkillashtirdik. Yuristimiz Shamsiddinov Muhiddin aka bilan 6 yillik tajribaga ega advokat. Suhbatimizga chaqirganimizni rad etmaganimiz uchun katta rahmat Muhiddin aka. Assalomu alaykum. Bugun aynan mana shunaqa holatlar bo'yicha gaplashib, bizani mijozlarga, kuzatuvchilarga foydali ma'lumotlaringizni ayamaysiz deb o'ylayman. Chaqirganimizni rad qilmaganingiz uchun yana bir marta rahmat aka. Avvalambor assalomu alaykum. Tashrif uchun kattakon rahmat Jamshid aka. Haqiqatan ham juda dolzarb mavzu, chunki biz ko'p ishtirok etamiz sud protsesslarida yoki tergov organlarida puliga kuyib qolayotgan minglab fuqarolar ko'chada hozir na uyini olishadi, na pulini olishadi. Bu aynan siz tomoningizdan tashkillashtirayotgan podkastda ham menimcha ko'pchilik aholiga manfaatli bo'ladi. Ya'ni birlamchi yoki ikkilamchi uy joylarda olayotganda nimalarga e'tibor qaratish kerakligi, sud yoki majburiy ijro bilan bog'liq yoki huquq muhofaza qiluvchi organlar bilan bog'liq masalalar haqida batafsil gaplashamiz. Bunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lgan. Siz aytganingizdek, bizning protsessimizda ham juda ham ko'p uchraydi. Odamlar bilan suhbatlashamiz, keladi, konsultatsiya oladi. Bizda masalan pervichka va vtorichka siz aytganingizdek birlamchi va ikkilamchi xonadonlarni sotuvi bilan ishlaymiz. Shunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Aynan mana shu mavzudan o'zi boshlasak, menimcha manfaatli bo'ladi hammamizga. O'zi investitsion shartnomani keling, men birlamchi xonadon olayotganda investitsion shartnomani qaysi bandlariga ahamiyat berish kerak? Rahmat. Shu savoldan boshlaylik. Jamshid aka, bizda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 4732-sonli qarori bor. Ya'ni ulush kiritish asosida xonadon xarid qilish. Aynan siz aytayotgan holatga tushadi. Buni masalan advokatga yoki yuristga murojaat qilib, ortiqcha pul to'lab konsultatsiya olish kerak emas deb o'ylayman. Chunki Google ga shundoq 4732 deb yozsa, bu yerda o'sha qaror chiqib keladi. Va qarorda demak u yerda investor kim, developer kim, quruvchi kim, subpudratchi kim, pudratchi kim, investitsion shartnoma nima, shartnomada qanaqa qoidalar nazarda tutilishi kerak, qurilish firmasi demak reytingni baholab boruvchi qurilish vazirligining saytlari bor, o'sha saytdan ro'yxatga o'tkazish tartiblari u yerda hammasi batafsil yoritilgan. Demak, agar siz birlamchi, ya'ni o'sha novostroykalardan uy xarid qilayotgan bo'lsangiz, avvalambor quyidagilarga e'tibor qaratishingiz kerak. Birinchi masala bu siz uy sotib olayotgan firma, ya'ni yuridik shaxs haqiqatan davlat ro'yxatidan o'tganmi, o'tmaganmi? Ya'ni bugungi kunda mavjudmi, faoliyat ko'rsatyaptimi, ko'rsatmayapti. Buni qanday aniqlash mumkin? Buni Google orqali Register Stat.uz saytiga kirish yoki Org.info.uz saytiga kirish orqali firmani nomini kiritasiz yoki bo'lmasam STIR INN raqamini kiritish orqali aniqlik kiritsa bo'ladi. Ikkinchidan, demak bizda MIP.uz degan sayt bor. Mana o'zingiz ham juda yaxshi bilasiz. U yerda o'sha jismoniy va yuridik shaxsning qarzdorligini aniqlash mumkin. Masalan, siz yuridik firmadan uy olyapsizmi, uni bugungi kundagi majburiy ijro byurosida qarzdorligi qanchani tashkil etadi va u qarzdorlik nimadan kelib chiqqan? Albatta bunga aniqlik kiritish kerak bo'ladi. Uchinchidan esa soliq qarzdorligi. Ya'ni soliqda qancha qarzdorligi bor? Chunki ertaga agar qarzdorlik masalasi ko'tariladigan bo'lsa, demak bilamizki, boyagi firmaga dastlab kadastr chiqadi. Ya'ni fuqaroning nomiga chiqishdan oldin firmaga chiqadi. Kadastr chiqqandan keyin unda qarzdorlik bo'ladigan bo'lsa, u demak taqiq qo'yiladi, bitimlarni demak oldi-sotdi yoki ayirboshlash, tekinga berish kabi tasarruf etish huquqlari cheklanadi.
Demak, eng avvalo shartnoma tuzishdan oldin mana shu 3 ta qoidani mukammal aniqlashtirib olish kerak. Shartnoma tuzishdan oldin. Aynan hozirgi kunda mana shu bo'yicha xabaringiz bor, escrow tizimi ham joriy Albatta. qilinyapti. Escrow tizimi haqida o'tgan podkastimizda notarius bilan qisqacha suhbatlashganmiz. Sizdan endi yurist sifatida shu tizim haqida qisqacha fikringizni ham bildirsangiz, manfaatli bo'lardi. Rahmat. Escrow tizimi bu fuqarolar va yuridik shaxslar uchun juda manfaatli bo'ladi. Nega? Chunki prezident qaror chiqdi bu bo'yicha, mana tegishli vazirliklar ham o'zlarining munosabatlarini bildirishyapti. Shu 2026-yil davomida bu tizim to'liq ishga tushadi, ya'ni ijrosi bo'yicha tegishli hujjatlar ishlab chiqiladi. O'zi bu escrow tizimi siz quruvchiga emas, balki bankda ochilgan quruvchining hisob raqamiga to'lovni amalga oshirasiz. Masalan deylik, uyning narxi 1 milliard so'm tashkil etadi. Siz o'sha 1 milliard so'mni bankda ochilgan quruvchining hisob raqamiga o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Va u hisob raqamidagi ko'pchilik xato tushunyapti buni. Bu 1 milliard pulni quruvchi faqat uy bitgandan keyin oladi deb o'ylayapti, lekin aslida unaqa emas. Aslida qoidasi shundaki, agar quruvchi qurilish obyektida mana ishlatiladigan mahsulotlar bor-ku, qurilish obyektiga ketadigan mahsulotlar, shuni demak narxi chiqariladi. Masalan, uy narxi, tan narxi 1 milliard bo'ladigan bo'lsa, qurilishga ketadigan mahsulotlar 500 million so'm tashkil etadi. Aynan o'sha 500 million so'm pulingizni olib, demak o'sha quruvchi firma ishlatadi sizni. Faqat qurilishga ketadigan mahsulotlar uchun. Qolgan pulingiz esa bu bankdagi ochilgan hisob raqamida qoladi. Qachonki uy to'liq bitadi, kadastri chiqadi va shundan so'ng bank tomonidan demak quruvchi firmaga o'sha summalar o'tkazib beriladi. Bu tizim o'zi siz aytganingizdek ko'pchilik noto'g'ri tushunyapti. Endi ko'chadagi gapga asosan noto'g'ri tushunyapti deganingizga, quruvchi to'liq bitkazib bergandan keyin menga quruvchining hisob raqamiga pul tushadi deb tushunyapti. Shunaqa. Bu narsani men ham o'zim ham shunaqa deb o'ylagandim. Hozir sizdan eshitdim. Qudin aka, yana bitta savol. O'sha escrow tizimidagi qanaqadir noqulayliklar bo'lishi mumkinmi boshlang'ich etapda? Endi har bir tizim masalan yaratilgandan keyin albatta amaliyotdan o'tish kerak bo'ladi. Bu tizim jahon miqyosida yaxshi samara berib kelyapti. Shu sababli bizda joriy etildi. Nimagaligini ko'pchilik biladi. Chunki aksariyat holatda ayrim quruvchi firmalar tomonidan demak firibgarlik holatlari kuzatilyapti yoki o'zini o'zi bankrot deb topish holatlari kuzatilyapti. Endi buni iqtisodchilar yaxshi tushunsa kerak. Menimcha aholiga zarari balki uy narxi qisman oshishi mumkindir. Uylarning narxi 1% yoki 2% ga oshishi mumkindir. Bu bo'yicha to'liq ma'lumot menda yo'q, lekin men beradigan ma'lumot bu 100% bu o'sha ulush kiritish asosida uy sotib olayotgan fuqaro bo'ladimi, yuridik shaxs bo'ladimi, to'liq ularning manfaatini ifoda etadi. Ya'niki uy vaqtida topshirilmasa, demak ular qanchadir bir pulini ma'lum bir qismini qaytarib oladi. Lekin hozir unaqa emas. Hozir demak vaqtida topshirilmasa, quruvchi firma pulni yeb yuborishi mumkin, mansabdor shaxslar bankrot bo'lishi mumkin yoki katta qarzdorlik bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda pulni ola olmayotganlar son mingta. Bu narsa chet el davlatlarida, rivojlangan davlatlarda, masalan Dubayda ko'chmas mulk borasida o'sha escrow tizimi ancha yildan beri faoliyat olib boryapti. Menimcha Dubayda to'liq summani qaytarib beradi deb eshitganman. Bizda unaqa holat bo'lmaydimi? Endi bizda hozir men sizga aytayotgan ma'lumot ham bu o'sha tegishli vazirliklar bor bizda. Vazirliklar shunaqa ko'rsatmalar, munosabatlar bildirib kelyapti. Lekin hali uni to'liq loyihasi chiqqani yo'q, tartibi bo'yicha. Demak, qaror chiqdimi, prezident qarori yoki qonunchilik hujjat chiqdimi, uni ijrosi bo'yicha albatta mexanizm yaratiladi. Haligacha mexanizm yaratilmagan. Aynan mexanizm yaratilsa, biz o'sha savolga to'liq pul qoladimi firma bank balansida yoki ma'lum bir qismi quruvchiga beriladimi, shu savollarga biz normativ hujjat o'qish orqali javob topishimiz mumkin. Bu holat bo'yicha ko'pchilik aynan escrow tizimini muhokama qilyapti. Hozirgi kunda qanaqa bo'ladi? Qanaqa bo'ladi va qanday tartibda ishlaydi? Va bu ikkilamchi bozorga ham, menimcha prezidentimizning qarorlari chiqdi. Ikkilamchi bozorga ham naqd pulsiz oldi berdilar bo'ladi degan avtomashina va ko'chmas mulklar bo'yicha. Shunday. Bu holat bo'yicha ikkilamchi bozorda qanaqa bo'ladi deb o'ylayapsiz? Endi Jamshid aka, biz yuristlarimiz odatda biz hujjatga qarab gapiramiz. Chunki hali yuqoridagi normani ham o'sha masalan chiqdi, benzin masalan quyish shoxobchalarida shunaqa amalga oshirish kerak va bir qancha joylarda chiqdi, lekin uni mexanizm bo'yicha hali tartibi chiqqani yo'q. Aynan mexanizmi chiqqandan keyin biz yana bir balki podkast tashkil etib, to'liqroq shu escrow tizimi va bu haqida ma'lumot bersak bo'ladi.
Bu asosan mana shu fuqarolarimizni aldanib qolishini oldini olish uchun qilinayotgan tizim, juda ham Albatta. manfaatli tizim. Xudo xohlasa, bu narsadan keyin menimcha quruvchilar elagidan o'tadi. Albatta. Ancha o'sha firibgar quruvchilar yo'qoladi deb o'ylayman. Shunaqa. Endi firibgarlik holatlariga keladigan bo'lsak, aynan firibgarlik holatlari bo'yicha hozirgi kunda ko'plab ko'rib turibmiz ijtimoiy tarmoqlarda ham. Ipoteka masalasida ko'pchilik kreditga firmalar ochilib, uzoq muddatli ba'zilar даже foizsiz, ham foizsiz, ham boshlang'ich to'lovsiz men senga qilib beraman degan quruvchilar yoki firmalar paydo bo'lyapti. O'shalarga to'xtalsak, sizni real keysingizda birorta holat bo'lganmi? Endi menda juda zo'r holat bo'lgan. Men fuqaroga u firma bilan ishlamaslikni tavsiya etib, bundan ortiq asoslarni keltirib berganman, hujjatlarini tekshirib, lekin u quruvchi firma bilan ishladi. Taxminan shu 1 milliard 200 million so'mga yaqin to'lovlarni amalga oshirdi. Bugun firma bankrotlik yoqasida turibdi. Egalari qochib ketgan chet elga. Jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Endi qidiruvda hozir na uy bor, na boyaga pulini ham ola olmayapti, uyini ham ola olmayapti. Uy umuman boshlanmagan. Kotlovan boshlangan, lekin umuman ko'tarilmagan. Aynan shu fuqaroga nima men tavsiya berdim? Masalan, birlamchi uy olayotgan vaqtda yuqoridagi 3 ta qoidani tekshirish qarzdorliklar masalasi, ro'yxatdan o'tkazilganlik masalasi. Eng bu yerda asosiy masala shundaki, quruvchi 2025-yilda demak yuridik shaxs tashkil etgan. Hali birorta loyiha topshirmagan bugungi kunga qadar. Uchinchidan, shartnomasini o'qib chiqsam, 80-90% quruvchi manfaatini ifoda etadigan shartnoma, ya'ni shartnoma shartlari iste'molchini, ya'ni o'sha uy sotib oluvchi manfaatlariga zid tarzda tuzilgan. Bundan tashqari, o'sha qurilish obyektini topshirish muddati mavhum. Bu yerda yozyapti masalan 2025-yilning 4-choragi davomida topshiriladi deyapti. 4-chorak davomi qaysi bu? Noyabrda topshiriladimi, oktyabrdan, dekabrda topshiriladimi? Yana bitta shart kirityapti-da. Demak, agar qurilish muddati kechikadigan bo'lsa, bir tarafning, ya'ni quruvchining demak o'sha iste'molchiga beradigan xabarnomasi orqali muddat uzaytirilgan hisoblanadi deyapti. Xullas shunga o'xshash 10 ga yaqin uni manfaatlariga zid keladigan shartlar kiritilgan. Men hattoki unga o'sha hujjat loyihasini ham tayyorlab berdim. Quruvchiga olib borib ko'rsatasan, mana shu hujjatni, agar mana shu 10 ta bandini o'zgartirsa, u bilan ishlash davom ettirishing mumkin dedi. Olib bordi, o'zgartirmagan, o'sha shartnomani menga olib kelgan shartnomani tuzdi va natijada mana bugungi kunda pulini ola olmay yuribdi. Ba'zi odamlarga shu hayron qolaman, nimaga aynan sizdan maslahat olib turib, noto'g'riligini bilib turib, yana o'zini o'sha olovga tashlaydi. Umuman tushunmayman. Buni juda bitta zo'r amaliyotimda bitta masalaga duch keldim shu borasida. Reklama. Ya'ni ko'pchilik fuqarolarimiz reklamani qurboni bo'lib qolishyapti. Masalan, mashhur shaxslar yoki reklamada diniy ma'lumotlar ishlatilishi yoki fuqaro oldimga kelgan vaqtida aytayaptiki, bu mana shu, endi men ismini oshkor qila olmayman, u shaxsni shu shaxs reklama qildi, sen tavsiya etganing bilan sen anaqa men bu bilan ishlashimni rad etding, bu bilan ishlamasligimni aytganing bilan men baribir bu bilan ishlayman, chunki mana shu mashhur tadbirkor, bu qadriyati bor inson bu, men buni ko'p kuzataman, videolarini ko'raman, bu yaxshi inson, tavsiya qilganligi uchun men shu bilan shartnoma tuzdim deyapti. Ya'ni bu yerda o'sha ko'p holatlarda fuqarolar aynan mashhur shaxslar tomonidan berilgan reklamalarni demak qurboniga aylanib qolyapti. Ko'p holatlarda Muhitdin aka, men ham ko'plab klientlarimizga, mijozlarimizga aytaman, o'sha reklamalarga uchmaslikni tavsiya beraman, chunki nima uchun o'zi brend quruvchilar qimmatroq bo'ladi? Ularda birinchi navbatda ishonch bo'ladi, ikkinchi navbatda to'g'ri lokatsiyadan to'g'ri investitsiya qilinadigan obyektlarni qurib topshiradi. Hozirgi kunda bizda ishlayotgan quruvchilar ham asosan brendlarga e'tibor berilgan va bu brendlar ishonchli va ertaga investitsiyasini 100% oqlaydi yoki bemalol ijaraga berib bo'ladi. Mana bunaqa holatlar juda ham bozorda ko'p uchrayapti, lekin ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p. Shu narsaga qaramasdan mijozlar o'sha men hayron qoladiganim, yurist, advokatni ham gapiga quloq solmasdan turib, shuncha pulni prosta havoga sovurishi, u pul 99% holatda qaytmaydi. O'shanaqa insonlar uchun qanaqadir biz yechim bera olamizmi o'sha narsani qilmasligi uchun? O'sha holatni aynan bizning podkastimizni ko'rib turgan
kuzatuvchilar uchun. Birinchi o'zi biz aynan mana shu reklama faoliyatini olib borayotgan, quruvchi firmalarni reklama qilayotgan blogerlar yoki aktyor, aktrisalar yoki mashhur tadbirkorlarni ogohlantirishimiz kerak avvalambor. Chunki ular reklama qilayotganda reklama qonunchiligiga ham rioya etishmayapti. Men ko'p kuzataman. Masalan, aytishadiki, bu uyning hujjatlari 100% to'g'ri deyishadi. Lekin 100% holatda uyni hujjatini, xonadon hujjatini tekshirmagan bo'ladi. Ikkinchidan, e'lon berishadida, agar hozir xarid qilsangiz deydi, chegirma bilan olasiz deydi. Agar bir oydan keyin xarid qiladigan bo'lsangiz, narxi oshib ketishi mumkin deydi. Balki bu to'g'ridir, balki yolg'ondir, lekin bu iste'molchini chalg'itishga olib keladigan reklama hisoblanadi. Bu hattoki noto'g'ri reklama sifatida ham talqin etilishi mumkin. Yoki ayrimlar aktyorlar chiqishadi, endi meni qo'shnim bo'lasiz deydi, men bilan birga yashaysiz, men sizni qo'shningiz bo'laman deb hattoki shunaqa so'zlarni ham ishlatishadi reklamada. Bizda demak, agar bitta fuqaro yoki men agar shu holatga tushib uy oladigan bo'lsam, men o'sha aktyorni sudga berishimga to'g'ri kelishi mumkin. Xo'p, e'lon berding, qo'shnim bo'lishingni aytding, nimaga qo'shnim emassan? Yoki hujjatlari to'g'ri bo'lishini aytding, nimaga muammo chiqyapti hujjatlarda 100% ishonchli deb aytuvding? Nimaga bunaqa holatlar kuzatilyapti deb ertaga agar shu muammolar, masalalar ko'tarilsa, ertaga o'sha blogerlar ham, reklama qiluvchilar ham sal mas'uliyat his qiladi o'ziga nisbatan. Siz aytganda yaqinda shunaqa holatlar ham bo'ldi ijtimoiy tarmoqlarda. Nomlarini aytib o'tirmaymiz. Lekin ba'zi blogerlar o'zini cho'ntagidan o'sha yetkazilgan zararni qopladi, ko'rgandingiz bu narsani. Albatta. Bu narsaga menimcha endi e'tibor qaratilyapti o'zi. Ijtimoiy tarmoqlarga, reklamalarga katta ahamiyat berilib, endi e'tibor berilyapti. Sababi mana shunaqa firibgarlik holatlari ko'p uchragani uchun. Siz bilan aka podkastimizda yaxshi tayyorlanib kelganman, chunki sizning tajribangizdan yaxshiroq foydalanish uchun men bu yerda savollarni tuzib kelganman. Shuni birma-bir beraman. Birinchi savolim aka, odam notarius bilan bitim qiladi, lekin bir haftadan keyin bitim bekor bo'ladi. Notarius bu yerda nega yordam bera olmaydi? Tushunarli. Masalan, qaysidir ko'chmas mulkni sotib oldi, bir haftadan keyin shartnoma bekor bo'ldi sud orqali. Tushunarli. Bu yerda notarius degani bu hujjatlarni to'liq hajmda ertaga kafolatini beradigan shaxs degani emas. Notarius bu notariat to'g'risidagi qonun va notarial harakatlar bo'yicha 31-13 yo'riqnoma bor. Aynan o'sha yo'riqnomadagi holatlarni tekshirib beradi. Masalan, siz mulk sotyapsiz yoki men sotib olyapman, men muomala layoqatiga egamanmi, ega emasmanmi, muomala layoqatim cheklanganmi, cheklanmaganmi, uyga nisbatan sud tomonidan yoki boshqa organlar tomonidan taqiq qo'yilganmi, qo'yilmaganmi, ya'ni integratsiya qilingan tashkilotlar, masalan, kommunal tashkilotlardan qarzdorligi bor yoki yo'qligini tekshirishadi yoki bo'lmasam u yerda doimiy ro'yxatda turgan shaxslarni masalalarni tekshirishadi. Ya'ni bugungi kunda amalda bo'lib turgan masalalarni tekshirishadi. Lekin notariuslar sud jarayoni ketayotganligi yoki jismoniy shaxs yoki yuridik shaxsga nisbatan bankrotlik ishi qo'zg'atilganligi kabi masalalarni tekshira olishmaydi. Chunki qachon tekshirishadi? Qachonki sud yoki o'sha organ tomonidan o'sha ko'chmas mulk obyektiga nisbatan taqiq qo'yilsagina tekshira olishadi. Lekin sud jarayoni ketayotganini tekshira olishmaydi. Masalan, deylik, yoki merosxo'r. Notariusni masalan meros qoldiruvchi vafot etgan bo'lsa, yoki uy qanaqadir qoldirayotgan bo'lsa, u chet elda bo'lishi mumkin farzandlari. 30-40 yildan buyon O'zbekistonda yashamayotgan bo'lishi mumkin. Balki notarius bazasidan u masalalar chiqib kelmasligi mumkin. Shunaqa holatlarda ham demak kamida biz tavsiya etamiz, hech bo'lmaganda kamida 10 yillik tarixini tekshirish kerak. Shunaqa MyGov.uz sayti bor, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, hattoki u yerda ham o'sha uy-joy tarixini tekshirish degan xizmat yo'lga qo'yilgan. O'sha xizmatdan ham foydalanish kerak deb o'ylayman. Bu holat o'zimda shaxsan uchragani yo'q, lekin ba'zi hamkasblarimizda uchraganini eshitganman. Bu degani o'zi umuman tarixini tekshirib, keyin xonadon xarid qilish kerak demoqchisiz. Albatta. Notarial harakat bo'ldi, mulk maniki degan narsa bu yerda bo'lmasligi mumkin demoqchisiz. Shu joyda men ko'chmas mulkni oldi-sotdagi narxiga ham qisqacha to'xtalib ketsak agar, o'zi bitimlarda ko'chmas mulk oldi-sotdilarida haqiqiy narx ko'p holatlarda ko'rsatilmaydi. O'sha holatni ham vaj qilib bitim bekor bo'lishi mumkinmi? Endi sizni savolingizni tushunadigan bo'lsam, oldi-sotdi shartnomalarida real narxini ko'rsatmaydigan bo'lsa, bu shartnoma ertaga bekor bo'lishi mumkinmi degan savolni beryapsiz. Va o'sha real shartnomadagi keyin pul adashmasam qaytadi deb eshitganman. Tushunarli. Endi shu tushunchalarga bugun barham beramiz. Ya'ni aslida qanaqa bo'lishini tushuntirib beraman.
Demak, agar siz notariusda oldi-sotdi shartnoma tuzayotgan bo'lsangiz, bu yerda ko'pchilik fuqarolarimiz soliqdan qochish maqsadida, demak, narxini kam ko'rsatishlari mumkin. Asosan shunaqa bo'ladi. Mani amaliyotimda soliqdan qochish uchun narxini kam ko'rsatishadi. Endi agar oldi-sotdi shartnomasida ikkala taraf ham narxga e'tiroz bildirmagan bo'lsa va o'zaro og'zaki kelishib, masalan, $50,000 uyni 100 million qilib ko'rsatamiz va soliq to'lamaymiz deb kelishgan bo'lsa va bunga ikkala taraf e'tiroz bo'lmagan bo'lsa, ertaga bu ikkala taraf aynan narx kam ko'rsatilganligi uchun sud tartibida nizolashadigan taqdirda ham ular shartnomaga imzo qo'yishgan, bu shartnomani bekor qilib bo'lmaydi. Ya'ni o'zaro kelishib turib rozi bo'lyaptimi? Bo'ldi. Bu shartnoma kuchga ega, o'qish kerak, shartnomani imzo qo'yish kerak. Imzo qo'ygandan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi. Endi masalan deylik, o'sha shartnoma oldi-sotdi shartnomasi tuzildi va u yerda narxini $100,000 masalan 1 milliard so'm etib ko'rsatdi. Ertaga nizo chiqdi-da, masalan, uy sifatsiz bo'lib qoldi deylik, yoki yashirin qanaqadir kamchiliklari aniqlandi uyda deylik, yoki masalan kimdir nizo bilan chiqib kelyapti. Men bu uyda oldin yashaganman. Er-xotinlar o'rtasida ko'p bo'ladi bunaqa holatlar. Meros talashuvchilar o'rtasida ko'p bo'ladi. Bu nizoli uy ekan deydi. Agar shunaqa holatda masalan shartnomani bekor qilish huquqi bo'ladi bir tarafda. Ya'ni kamchiliklar aniqlandimi, bekor qilish huquqingiz bor. Endi tasavvur qiling. 1 milliard so'mlik uyingizni oldi-sotdi shartnomasida 500 million etib ko'rsatgansiz. Va 1 milliard so'm etib kelishganligingizni tasdiqlovchi hech qanaqa hujjatlaringiz yo'q. Garchi bo'lgan taqdirda ham oldi-sotdi shartnomada 500 million o'zdingizmi, ertaga u shartnoma bekor qilinsa va ikkinchi odam agar firibgar, mashinnik yoki 1 milliardni tan olmasa, bo'ldi, siz 500 millionga uxladingiz. U pulni qaytarib ola olmaysiz. Demak, oldi-sotdi shartnomada narxi asl real narxini ko'rsatmaslik, demak, mana shu oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Agar oldi-sotdi shartnomasida 500 million so'm ko'rsatib, qolgan qismiga umumiy narxga alohida tilxat yozib oldirsa-chi? Endi tilxat o'zi qonuniy kuchga egami degan yana bitta qo'shimcha savol bo'ladi. Ko'pchilik endi mana ish tajribamdagi tilxat bu oddiy qog'oz, bu hech qanaqa kuchga ega emas degan holatlar ham bo'lgan. Tilxat qaysi holatda rol o'ynaydi, qaysi holatda rol o'ynamaydi? Agar siz birovga qarz beradigan bo'lsangiz, Fuqarolik kodeksi 733-modda 3-qismiga ko'ra, agar tilxat qarz shartnoma talablariga javob bersa, ya'niki tilxatda kimga, qachon, kim, qayerda, qancha miqdorda, qaysi vaqtda, qachonga qadar pul berganligini yozsa va u yerda rekvizitlar, imzolar, ism-familiyalar ko'rsatilgan bo'lsa, u tilxat yuridik kuchga ega bo'ladi. Lekin biz qarz haqida emas, balki obyekt, ya'ni ko'chmas mulk obyektlari haqida gaplashamiz. Qarz shartnomasini, tilxatni notarial tartibda ro'yxatdan o'tkazish talab etilmaydi, majburiy emas. Lekin ko'chmas mulk oldi-sotdi shartnomalar albatta notarial tartibda ro'yxatdan o'tkazilishi kerak, ya'ni oldi-sotdi shartnoma tuzilishi kerak va davlat ro'yxatdan o'tkazilishi kerak, kadastr olinishi kerak. Shundagina sizda mulk huquqi paydo bo'ladi. Ya'ni siz o'sha tilxatdagi 500 million asos qilib turib, oldi-sotdi shartnomasini bekor qila olmaysiz. Chunki oldi-sotdi shartnomada 500 million dedingizmi, bo'ldi, shu 500 million talab qila olasiz. Tilxatdagi masalasi esa ertaga mana shu uy masalasi bizda ko'rilgan, oldi-sotdi shartnomani bekor qilganmiz, 500 million so'mni demak qaytarib oldim va mana 500 million so'm bermayapti deb buni fuqarolik sudiga qarz undirish deb chiqishi mumkin. Lekin alohida tartibda sudga chiqishi mumkin bo'ladi. Lekin bu oldi-sotdi shartnoma bo'yicha ko'rsatmagani uchun oldi-sotdi shartnomani asos qilib turib talab qila olmaydi. Mabodo sizga o'sha payt davomida javobgar bo'lib qolishi mumkinmi, mumkin emasmi? Chunki soliqdan qochgan bo'lib qoladi-ku. Endi bizda soliq qonunchiligi bo'yicha agar bu holat aniqlanadigan bo'lsa, realniy narxi boshqacha, lekin shartnomada boshqacha narx ko'rsatyapti. Bu bo'yicha o'sha o'rtadagi farqini, hisob-kitobini, solig'ini to'lashga majbur bo'ladi. Ya'ni deklaratsiya to'ldirish mumkin yoki soliq organi tomonidan unga talabnoma jo'natilib, demak, o'sha obyekt bo'yicha shu holat aniqlangan yoki sud qarorida shunaqa aniqlanib ketgan, davay farqini to'lab qo'yishing kerak 12% deydi. O'shanda 12% to'lashga to'g'ri keladi. Aka, yana men bu yangi qurilgan xonadonlarga o'tamiz. Yangi qurilgan xonadonlarda bilasiz, ko'p quruvchilar muddatida o'zi topshirmaydi. Muddatda topshirmagandan keyin investorga qanaqadir kompensatsiya to'lash kerak bo'ladi. Odatda endi qanaqadir kelishuv asosida bu narsalar quruvchi va investor o'rtasida hal bo'ladi. Lekin quruvchi tomonidan o'sha hal bo'lmaydigan holatlarni ham men ko'p eshitganman, ko'p e'tirozlarni eshitganman. Shu bo'yicha o'zi qanaqa sizda real holat bo'lgan birorta keysingizda? Agar quruvchi firma
qurilish firmasi obyektni o'z vaqtida topshirmasa, qanaqa javobgarlik chorasi qo'llaniladi? Xuddi Albatta, bu shartnomadan kelib chiqadigan javobgarlik hisoblanadi. Ya'ni siz va quruvchi o'rtasida shartnoma tuziladi. Uni bitta bandida, demak, tomonlarning huquq va majburiyatlari va yana bir bandida javobgarlik choralari haqida gap ketadi. Shu yerda yana bir e'tiborli jihati, men ko'p ko'raman shartnomalarda, agar sotib oluvchi, ya'ni ulushdor pulni o'z vaqtida to'lamasa, kechiktirilgan to'lovni 0,5% yoki 1% miqdorida penya to'laydi deb yoziladi. Lekin quruvchi muddat kechiktirsa 0,100dan 1, 0,1000dan 1 kabi shunaqa shartlar kiritiladi. Bu demak shartnoma shartlarida javobgarlikka teng taqsimlanmasligi hisoblanadi. Bu yerda demak o'sha shartnomani o'qiyotgan vaqtida albatta demak quruvchi uy ulushdor, ya'ni uy sotib oladigan shaxsga 0,1 etib belgilandimi? Albatta bunda ham 0,1 bo'lishi kerak. 0,5 bo'ldimi? Bunda ham 0,5 bo'lishi kerak va siz uy olayotgan vaqtingizda shartnomani shu shartiga e'tiroz bildirib, o'zgartirib to'g'rilatib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Endi deylik nizo kelib chiqdi. Mana obyektni vaqtida topshirmadi, nima bo'ladi? O'zi sizni demak o'sha quruvchi bilan tuzgan shartnomangizda qurilish obyektini topshirish muddati bo'ladi. Ayrim quruvchilar shartnomalarida mavhum tushunchalarni kiritib o'tishadi. Masalan 2025-yil davomida topshiriladi, 26-yil davomida topshiriladi. Yo'q, unaqasi ketmaydi. Qat'iy e'tiroz bildirib, demak, qurilish obyektini 2025-yil yoki 2026-yil 1-noyabr kuniga qadar topshirishing kerak deb aniq u yerda konkret shart kiritish kerak. Va yana bitta shart kiritishadi. Agar qurilish obyekti kechikadigan bo'lsa, quruvchi bir tomonlama xabarnoma yuborish orqali bu qurilish muddatini uzaytirishi mumkin degan shart kiritadi. Unda qayerda qoladi? Fuqarolik qonunchiligida demak shartnoma shartlariga ikkala taraf roziligini o'zgartirish kiritiladi. Iste'molchi huquqlari buzilyapti. Albatta iste'molchi huquqi buzilyapti. Chunki qo'shimcha kelishuv tuzish kerak. Bu xabarnomaga nisbatan e'tirozi bo'lishi mumkin. Ulushdor shu jihatlariga e'tibor qaratilmaydi va bu yerda fuqarolar e'tibor qaratish kerak. Aynan shu jihatiga demak o'zgartirish kiritishni talab qilish kerak, ma'lum bir muddat yozish kerak va faqatgina force major holatlarda demak muddat uzayishi mumkin. Masalan, davlat organlari bilan bog'liq faoliyat, qurilish to'xtatib qo'yish mumkin yoki tabiat hodisalari, zilzila bo'lishi, suv toshqinlari, shu kabi yoki epidemiyalar bo'lishi, koronavirus bo'ldi 20-yil, 2020-yil shunaqa holatlarni aniq yozib ketish kerak. Biz ko'ryapmiz, bizga xabarnomalarni yuborishyapti, fuqarolarimiz xabarnomada yozyapti, masalan, gazni narxi oshib ketdi, lift ishlamay qoldi yoki bo'lmasam umuman bir asossiz sabablarni, ya'ni bu tadbirkorning quruvchining riski hisoblanadi. Gazni oshishi, svet narxi oshishi, lift bo'yicha qanaqadir o'zining muammosi bo'lishi bu o'zining masalasi. Ya'ni bunaqa qoidalarni shartnomaga kiritmasligini demak qat'iy turib o'sha ulushdorlar talab etish kerak. Bo'lmasam o'sha oddiy sabab bilan ham gazni narxi oshdi, svet narxi oshdi deb uzaytirishga harakat qilishyapti. Lekin bunaqa xabarnoma bergan taqdirda ham fuqarolarimiz sudlashib, demak ularni bergan bir tomonlama xabarnomasi asossiz deb topilib, ulardan hattoki penya to'lovlari ham undirilyapti. Endi siz mana savol berdingiz, amaliyotda o'zi ishlaydimi bu norma dedingiz. Mana yaqinda bizda ko'p sud prosesslari bo'ladi, quruvchilar bilan yaqinda mana yakunlanganini, qurilish obyektini vaqtida topshirmayapti. Mijoz bizga aloqaga chiqyapti-da, shunday qilaylikki, men quruvchi bilan shartnomani bekor qilmayman. Uy menda qolsin, lekin qurilish tezlashsin va men undan penya undirishim kerak deb bizga murojaat qilyapti va biz demak birinchi navbatda quruvchi firmaga talabnoma jo'natdik. Fuqaro nomidan talabnomaga demak yozdik, hisob-kitob qilib penya to'lovlarini va shu 40 million so'm yoki 50 yoki 200 million so'm to'lovni 15 kunda to'lamasang, men sudga murojaat qilishga majbur bo'laman deb talabnoma jo'natdik. 15 kunda javob bermadi va biz sudga berdik. Men yaqinda bir hafta bo'lmadi, o'sha 40 million so'mdan oshiq miqdordagi penya to'lovlarini undirish haqida sudda hal qiluv qarori chiqdi. Shu joyda yana bitta narsa, mana shu odatda yana bir, endi bu tasdiqlanmagan ma'lumot, lekin firibgarlik holati deb men o'ylayman. Sababi ba'zi quruvchilar 2 yilga topshiraman deydi, 3 yilga topshiradi. Obyektni topshirgandan keyin investor siz aytganingizdek sudga murojaat qiladi. Va yana bitta muhim nuqtasi bor, o'sha paytdagi narx bilan hozirgi narxning katta farqi bo'ladi. Ko'p holatlarda masalan men pulni qaytarib beraman deb quruvchi qaytarib beradi, lekin u pulga vaholanki hozirgi kunda o'sha olgan xonadonini sotib ola olmaydi. Bu inflyatsiyaning hisobiga, ham narx ko'tarilishini hisobiga endi quruvchining yuristlari shu bo'yicha bo'ldi, pulni qaytarib beramiz, hech qanaqa muammo yo'q deydi. Keling kompensatsiyasi bilan ham qaytargan taqdirda ham u pulga hech narsa olib bo'lmaydi-da.
hozirgi kunda ko'p mijozlar ham kelgan, shuni e'tiroz qilib, "Men endi majbur pulimni qaytarib oldim, bu qachon qurib bitqazadi? Lekin hozir men endi shu pulga men olishim kerak" deydi. Ololmaydi xonadon. Bu holatlarda qanaqadir yana qonuniy yechim bormi o'zi? Tushundim. Inflyatsiyaning hisobi, narx o'sishining hisobiga. Endi sizni mijozingiz ham, siz aytishingizga qaraganda, "Men pulimni qaytarib olmayman." Tabiiyki sababi shu. Chunki u Shunaqa. pulga hozirgi kunda u olgan xonadonni, u olgan kvadraturani ololmaydi. Endi bu bo'yicha nima deymiz endi, bu firibgarlik ham emas, firibgarlik ham deb hisoblanmaydi. Bu quruvchini hiylasi desak ham bo'ladi. Ya'ni u masalan 2023-yilda topshirish kerak bo'lgan uyni 2026-yilgacha cho'zib yubordi va uy masalan 2023-yilda 500 million bo'lsa, u uy narxi 2026-yilda 1 milliard so'm tashkil etadi. Quruvchi nima qiladi? Demak, obyektni ayrim quruvchilar asossiz aynan mana shu to'lovlarini fuqaroga qaytarib berib, balki boshqa shaxslarga oshirilgan narxda, qimmatroq narxda sotish uchun ham shunaqa uzaytirish choralarini ko'rishyapti. Ya'ni o'ziga bog'liq bo'lib turib, muddati kelgan, qabul komissiyaga topshirish kerak, lekin asos ravishda cho'zib, ya'ni o'sha fuqaro kelsin, men bilan shartnomani bekor qilsin, men 500 million so'm pulni qaytaray va nariga ikkinchi odamga 1 milliard so'mga sotay. Tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, bugungi kunda narxi 1 milliard bo'libdi. O'sha fuqaroni o'ziga 1 milliard so'mga sotsa bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Nimaga? Chunki siz shartnomada 500 million so'm deb kelishdingiz. 10 yildan keyin bo'lsa ham o'sha 500 million so'mdan 1 so'm ham oshira olmaydi narxini. Ya'ni o'sha 500 million so'mga sizga berish kerak. Bu yerda demak quruvchi firmalar shunaqa hiyla ishlatishadi. Demak, boshqa odamga sotish holatlari ham bo'ladi. Endi bu vaziyatda fuqarolarimiz qanaqa yo'l tutish kerak? Men tavsiya bergan bo'lardim. Agar umuman qurilish boshlanmagan bo'lsa, ko'zingiz yetmayotgan bo'lsa yoki boshqa obyektlarda ham xuddi shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, yoki davlat tashkilotlari bilan sudlik nizolar bo'ladigan bo'lsa, u quruvchi firmadan tezroq pulni qaytarib olish kerak. Agar u quruvchi firmaning bozorda o'rni bo'lsa, bir necha obyektlarni topshirgan bo'lsa va boshqa tashkilotlar bilan muammolar bo'lmasa, bor yo'g'i 1 yil yoki 6 oyga kechikayotgan bo'lsa, bunaqa holatda pulni qaytarib olish kerak emas, chunki inflyatsiyani hisobiga ham yutqazadi va quruvchini kechiktirganligi uchun sudga berish kerak bo'ldi. O'sha penya to'lovlarini undirish bo'yicha sudga berish kerak. Va yana bitta shu yerda zo'r lifehack o'rgataman. Shartnomada penya to'lovi haqida kelishiladi. Penya to'lovidan tashqari yana pul undirsa bo'ladi quruvchidan. Bu Fuqarolik kodeksi 327-moddasida qayta moliyalash stavkasi deyiladi. Bank foiz stavkasi bugungi kunda 14% tashkil etadi. Yaqinda xuddi shu qayta moliyalash stavkasi bo'yicha biz pul undirdik qurilish firmasidan. Bu nima degani? Bu qurilish obyektini vaqtida topshirish kerak bo'lgan sanadan boshlab to siz sudga ariza berguningizgacha bo'lgan davrda 14% stavkada demak pul undirishingiz mumkin. Penyadan tashqari. Penyadan tashqari alohida foiz bu ham. Men yaqinda 120 million so'mga yaqin pul undiriladigan bo'ldi. Biz penyani hisob-kitob qildik, shartnomada juda 100 dan 1 qilib ko'rsatyapti. Uni jami miqdori bir 25 million so'mni tashkil etyapti. Kel undan ko'ra penyani undirmaymizda, qayta moliyalash stavkasiga beramiz dedik. U 120 million so'm chiqdi uni hisob-kitob. Va sud o'sha summani quruvchidan undirish haqida qaror chiqardi. MIBdan oldin bankdagi demak o'sha pul undirish bo'yicha bankdagi hisob raqamiga siz ijro varaqani olib borib berishingiz kerak bank tashkilotiga. Bank tashkiloti uni hisob raqamiga inkasso qo'yadi, ya'ni taqiq qo'yadi. Uni shotiga pul kelib tushishi bilan u pul sizga olib beriladi. Va o'sha 120 million so'm miqdoridagi pul bank tomonidan fuqaroni o'sha karta raqamlariga olib berildi. Demak, shunaqa holatlar ham kuzatiladi amaliyotda. Juda yaxshi ma'lumotni aytib o'tdingiz. Ko'pchilik shartnomani hozirgi kunda o'qimasdan qo'l qo'yadi. Har bitta bandiga ahamiyat berib qo'yish kerak o'zi. O'zim ham ba'zi holatlarda quruvchilar bilan xonadon sotish bo'yicha shartnoma qilaman. Ba'zida o'qimasdan qo'l qo'yib yuborgan joylarim ham bo'lgan. O'shandan pand yegan holatlar ham bo'lgan. Odatda endi bizning xizmatimiz usluga ko'rsatamiz, sotib beramiz. Sotganimizdan keyin o'zimda bo'lgan holatni aytaman. Bitta shartnomada 1 oy ichida senga men pulni tashlab beraman degan ekan. Endi men u shartnomani o'qimasdan turib qo'l qo'yganman. Sotuv bo'lgandan keyin sразу menga tashlab beradi deb. Lekin vaholanki 30 kun ichida yozilgan, sen shartnomani ko'rmadingmi degan holatda o'zim deb qolganman. Chunki baribir bizning xizmatimiz bo'lgandan keyin sразу bizda pul to'lanadi odatda boshqa quruvchilar bilan. Jamshid aka, shu yerda yana bitta narsani ma'lumot sifatida qo'shib ketaman. Mana kun haqida, muddat haqida gapirdingiz. Masalan deylik, agar o'sha fuqaro yoki ulushdor pulni firmadan qaytarib olmoqchi. Qancha vaqt ichida qaytarish kerak firma? Ayrim mana firmalarimiz shartnomaga kiritib ketyapti.
60 kalendar kun, 90 kalendar kunda Bir qaytariladi yil degan ichida. shart kiritib ketyapti. Bu 60 kalendar kun degani bu bank ish kuni deb kiritib ketyapti. Kalendar emas. 60 bank ish kuni, 90 bank ish kuni deb kirityapti. Bank ish kunida shanba va yakshanba kunlar kiritilmaydi. Masalan, 60 bank ish kuni desa, siz где-то 90 kun ichida, 90 kalendar kun ichida pulingizni olishingiz mumkin. Va masalan, pulingizni qaytarib olishga borsangiz, bir varaqlik list berishadi, ariza yozasiz u yerda. Shartnomani masalan 5.2 bandiga ko'ra pulimni qaytarishingizni so'rayman deb ariza yozdirishadi. Vaholanki shartnomaning 5.2 bandida 60 kalendar kun yoki bank ish kuni, 100 bank ish kunida qaytariladi degan shart kiritiladi. Shu yerda ham iste'molchilarimiz e'tibor qaratish kerak. Pulni qaytarish bo'yicha maksimum 1 oylik kalendar kunlik, 30 kunlik muddat qo'ysin. Bu yerda 60 kalendar, 100 kalendar kun kabi muddatlarni qo'ymaslik kerak. Va fuqarolarimiz kutyapti, 90 kunlab pul tushmayapti, sudga beryapti, sudda ham 2-3 oy vaqt o'tib ketyapti. O'sha uchun shu jihatiga ham e'tibor qaratish kerak. Endi ba'zi shartnomalarda ko'rganman, mabodo shartnoma bekor bo'lsa agar 1 yil yoki 6 oy davomida pulni qaytarib beraman degan band bor. Shunday. U narsa hozir shu shartnomani ko'rib qo'l qo'ygani u asos bo'lmaydimi hozir mana sudning qaroriga asosan? Shartnomadagi o'sha pulni qaytarib olish kerak, lekin shartnomada o'sha 6 oy ichida yoki 1 yil ichida qaytarib beraman degan punkt bor. Endi mana sizni demak savol beryapsizki, shartnomada 60 kalendar kun deb yozdi, lekin sudga berdi. Sud o'sha kalendar kunni inobatga oladimi yoki yo'qmi? Unga kut shu kunni nimaga unaqa qilmading deb arizasini rad etadimi, etmaydimi? Shu masala bu yerda. Demak, o'sha agar shartnomani o'qiydigan bo'lsangiz, nizolarni hal qilish degan 100% deyarli shartnomalarda nizolarni hal qilish degan band bo'ladi. U yerda agar taraflar o'rtasida nizo kelib chiqadigan bo'lsa, o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar natijaga erishilmasa, sud tartibida hal etiladi degan masala bor. Xuddi shu masalada biz sudga da'vo ariza kiritdik yaqinda. Ya'ni shartnomasida 90 kalendar kun deb yozyapti. Kutadigan bo'lsa 4-5 oy kutish kerak. Quruvchi firma pulni beradigan emas. Aldaydi katta ehtimol bilan. Biz o'sha talabnoma yubordikda sudga da'vo ariza kiritdik bu masalada. Bugungi kunda sud protsessi ketyapti. Hech qanaqasiga sud nimaga boyagi 60 kalendar kunga amal qilmading, 90 ga amal qilmading deb talab qila olmaydi. Nega? Chunki har bir shaxs sud orqali himoyalanish huquqiga ega. Ya'ni siz xohlasangiz quruvchini o'ziga murojaat qilasiz qaytar deb va 60 kalendar kun haqida qoida ishlab ketadi. Xohlasangiz siz bu qoidada emas, balki nizolarni sud tartibida hal etish qoidasiga asosan sudga berib, sud tartibida ham talab qilishingiz mumkin. Ya'ni sud sizni demak 60 kalendar kun kutishing kerak degan demak quruvchini boyagi talabini asoslab olmaydi. Ya'ni siz da'vo arizangizni rad etmaydi. Ko'rib chiqadi siz arizangiz. Siz aytmoqchisizki, o'sha bemalol sudga ariza berib, qo'shimcha da'vo arizasi kiritib, u narsani ham sud orqali Albatta. hal qilsa bo'ladi. Sud tartibida hal qilsa bo'ladi. Agar quruvchi firmaga ertaga boj chiqib ketishi mumkin, advokat xarajatlari chiqib ketishi mumkin. Shu masalalardan agar summasi kattaroq bo'ladigan bo'lsa, quruvchi firmaning o'zi hattoki taklif beradi. Kel deydi, shu masalani mediativ kelishuv bilan hal etaylik deydi. Mediator ishtirokida natijada pulini to'lab beradi fuqaroga 10 kun yoki 15 kun ichida va unga ortiqcha davlat bojlari, boshqa xarajatlar chiqib kelmaydi. Muxtin aka, o'sha yangi qurilayotgan uylar bo'yicha agar kvadratura kam chiqsa, quruvchi pulni qaytarib beradimi yoki bu shartnomada ko'rsatilishi kerakmi? Yoki, допустим, ko'p chiqsa, quruvchiga qo'shimcha to'lov qilish kerak bo'ladimi? Tushunarli. Jamshid aka, agar demak shartnomada kvadratura, ya'ni uy kvadrati ko'p va kam chiqadigan bo'lsa, qanaqa hal etiladi? Avvalambor ko'pchilik firmalarni, ya'ni o'sha developer firmalarni shartnomalarida bu holat kuzatilmaydi. Lekin biz aynan o'zini bozordagi mavqega ega bir nechta yirik firmalarni kuzatganimizda bu holat bor shartnomasida. Ya'ni agar demak uyi kvadrati masalan 100 kvadrat deb kelishilgan bo'lsa, agar bu kvadrat 102 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni topshirish qabul qilish jarayonida 102 bo'ladigan bo'lsa, 2 kvadratini qo'shimcha to'lov qilish kerak bo'ladi degan shart kiritiladi. Yoki agar 98 kvadrat chiqadigan bo'lsa, demak razницasi quruvchi firma tomonidan ulushtorga qaytariladi degan shart kiritiladi. Agar bu shart kelishilmasa ertaga, mana xuddi shunaqa nizo bor bugungi kunda. Shartnomaga unaqa shart kiritilmagan, ya'ni ulushtor talab qilyapti. 80 kvadratga demak shartnomasida yozilyapti, lekin kvadrat 75 kvadrat chiqyapti. Quruvchiga murojaat qilsa, demak quruvchi biz buni shartnomada kelishmaganmiz, sen menga to'liq to'lagansan, agar kelishganimizda qaytarardim. Bu meni o'zimning riskim bu deb, demak unga og'zaki ravishda rad javobini beryapti.
Aynan shu shart kiritilmaganlik ertaga sud tartibida sudlashishga olib keladi. Endi bu qanaqa yechim topishi mumkin bu masala? Sud qanoatlantirib berishi mumkinmi? Avvalambor bizda qonunchilikda shartnoma erkinligi degan tushuncha bor. Ya'ni shartnomada qanaqa shart belgilangan bo'lsa, xuddi shu tartibda hal etiladi. Sizni shartnomangizga na davlat organi, na sud, na boshqa tashkilotlar aralasha olmaydi. Qoidasini o'zgartira olmaydi agar u qonunchilikka zid bo'lmasa. Lekin bu vaziyatda bizda Fuqarolik kodeksini tegishli moddalarida demak insoflilik, adolatlilik, odillik degan tushunchalar haqida u yerda ma'lumotlar ketadi. Ya'ni sud aynan shu holatni inobatga olib ham boyagi 5 kvadrat razlitsasini demak sud hal etishi mumkin fuqaroning foydasiga. Lekin buni ham oldindan menda bu nizo bo'lmaganligi uchun oldindan qanaqadir qaror chiqaradi deb o'ylamayman. Maslahatim albatta o'sha shartnomasida bu shartni kiritib ketsin, kam chiqsa yo ko'p chiqsa. Endi gapimizni boshida siz aytib o'tdingiz, o'sha ulush shartnomasi tuzilishida, ya'ni investitsion shartnoma tuzilishida advokat yordami o'zi bunday olib qarasangiz kerak emas deb. Lekin vaholanki kelib chiqyapti gapingizdan bir marta yuristdan yoki advokatdan ma'lumot olish kerak deb o'ylayman. Chunki mashina olmayapti yoki oddiy kiyim olmayapti, ko'chmas mulk xarid qilyapti. Ko'chmas mulkdan men o'ylayman, har bitta o'sha shartnomani bandiga ahamiyat berib qarab, oddiy siz masalan biza bilmagan narsalarni ham yoki o'sha iste'molchi bilmagan narsalarni ham shartnomada har bitta punktini ko'rib chiqib, siz unga oqilona yordam berasiz deb o'ylayman. Chunki siz aytayotgan narsani ko'pchilik bilmaydi. MyGov'dan tekshirish, soliqdan, majburiy ijro saytlaridan tekshirishni ko'pchilik bilmaydi va emotsional xarid qilib qo'yadi. Ko'p holatlarda ko'chmas mulklarni. Yoki ko'pchilik oddiy masalan bizlarga ham murojaat qilmaydi, realtorlik tashkilotlari ham ko'p holatlarda biz quruvchilarni siz aytgan normativlarni ko'rib chiqib, tekshirib, keyin tavsiya qilamiz ko'chmas mulk. Men o'ylayman, baribir maslahatlashish kerak ko'chmas mulk olayotganda. Shu joyda realtorlarga kelib to'xtaldik. O'zi realtorlar bilan realtorlik tashkilotlarning nima farqi bor? Realtor kim? Yoki ko'chmas mulk agenti kim? Ko'chmas mulk agentlari kim? Bizda qonunchilikda realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun bor, 2010-yilda qabul qilingan. Aynan o'sha qonunda realtor va realtorlik tashkilotini farqlari haqida gap ketadi. Masalan, siz realtorlik faoliyati bilan jismoniy shaxs sifatida yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib, malaka sertifikatiga ega bo'lsangiz, siz realtorlik faoliyati bilan shug'ullanishingiz mumkin. Siz realtorlik tashkiloti, mana realtorlik tashkiloti bu ko'chmas mulk agentlik deyiladi. Qonun tilida realtorlik tashkiloti, aholi tilida o'sha ko'chmas mulk agentligi deyiladi. Ya'ni realtorlik tashkiloti bo'lish uchun kamida demak ikkita malaka sertifikatiga ega bo'lgan, u yerda realtor faoliyat yuritishi, yuridik shaxs bo'lishi, davlat ro'yxatidan o'tkazilishi kerak bo'ladi. Demak, bu ikkalasining farqlari. Ya'ni realtorlik tashkiloti yuridik shaxs bo'ladi, realtor o'zi esa jismoniy shaxs sifatida ham faoliyat yuritib beradi. Lekin imkoniyatlari cheklangan realtor bilan realtorlik tashkilotini bizda mana yuqorida sizga ta'kidlab o'tdim, realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun bor. Aynan o'sha realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun 18-moddasi bor. 18-moddasida masalan realtorlik tashkiloti oladigan ma'lumotlarni realtor ola olmaydi. Masalan deylik, uy-joy mulkdorlari shirkatidan qarzi bor yo'qligi, kommunal xizmatlar bo'yicha qarzi bor yo'qligi, ichki ishlar organlari tomonidan ro'yxatda turmaganligi, bundan tashqari davlat soliq organlari tomonidan qarzdorlik masalalari, shuningdek voyaga yetmagan shaxslar borligi, pensionerlar borligi, merosxo'rlar borligi kabi ma'lumotlar, shuningdek nikohi borligi haqidagi ma'lumotlarni demak realtor ola olmaydi. Buni faqat realtorlik tashkiloti, sizlarda huquq bor realtorlik tashkilotiga, davlat organlariga demak murojaat qilib, ushbu ma'lumotlarni so'rab olishlaringiz mumkin. Realtor o'zi bo'ladigan bo'lsa, faqatgina uni davlat ro'yxatidan o'tgan o'tmaganligini, reestr mavjud emasligini ma'lumotini so'rab olish mumkin. Tashkilot bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi demak jami 9 ta ma'lumot haqida gap ketadi. Realtor faqat ikkitasinigina yuqoridagi aytganim oladi. Realtorlik tashkiloti esa ko'chmas mulk agentlik 9 ta ma'lumot olishi mumkin. So'rov yuboradi, belgilangan muddatda qayta javob oladi. Albatta, belgilangan muddatda o'sha sizni so'rovingizga realtorlik tashkiloti endi davlat ro'yxatidan o'tkazilgan haqida guvohnomani ilova qilib topshirsangiz, sizni demak so'rovingizga o'sha davlat organlari va tashkilotlari tomonidan axborot taqdim etilishi kerak. Yana bitta hozirgi kunda muammo bor. Bu masalan ko'pchilik sohalarda bor deb o'ylayman. Endi qonun tilida aytganda qora realtorlar va oddiy o'sha malaka sertifikatiga ega bo'lgan realtorlar. Ko'pchilikka men tavsiya beraman o'zim, malaka sertifikatiga ega bo'lgan realtorlar bilan ishlashni yoki agentlik bilan ishlashni. Chunki ularni topish osonroq bo'ladi.
va firibgarlik holatlari deyarli uchramaydi ular bilan. Uchragan taqdirda ham ularning ustidan murojaat qilinsa, tegishli tashkilot tomonidan birinchi navbatda uni malaka sertifikati bekor qilinadi. Ikkinchi navbatda qonuniy javobgarlik chorasi ko'riladi. Va shu holatga keladigan bo'lsak, ko'plab platformalarda OLX platformasi yoki ko'plab ko'chmas mulk bilan doir platformalarda yolg'on ma'lumotlar qo'yiladi. O'shalar bo'yicha ko'pchilik chuv tushib qolayotgan holatlari bor. Shu bo'yicha qanaqadir qonuniy yechim yoki qanaqadir qonuniy javobgarlik o'zi bormi? Albatta, bu bo'yicha javobgarlik bor. Bu yerda ikkiga bo'lib tushuntirsak bo'ladi. Masalan, uyi o'zi yo'q, lekin e'lon berilgan, oldindan zakaz sifatida olishadi, uyni ko'rsatamiz deyshadi, lekin yo'q uy. Bu yerda ham demak jinoyat alomati bor. Va ikkinchi holatda esa uy bor, makler bor, ya'ni realtor bor, sertifikati bor, lekin u realtor aldaydi odamlarni, ya'ni ishonchga kiradi. Uyni demak ko'rsatishi ham mumkin, lekin ma'lum darajada xizmat ko'rsatmaydi-da, boyagi fuqarodan yoki uyi demak buyurtmachisi bo'ladi, o'shalardan pulni olib, xizmat yakuniga yetkazmasligi mumkin. Ya'ni sifatsiz xizmat ko'rsatish mumkin. Bunaqa holatda javobgarligi, realtor javobgarligi fuqarolik qonunchilik bo'yicha hal etiladi. Ya'ni unga nisbatan jinoiy javobgarlik yo'q. Chunki u sifatsiz xizmat ko'rsatyapti, sizni aldamayapti, lekin o'sha uyga olib boryapti, sizni buyurtmachi bilan tanishtiryapti yoki o'zingiz masalan realtor sifatida uyni ko'rsatishingiz mumkin buyurtmachining topshirig'iga ko'ra. Bunaqa holatda agar realtor tomonidan kamchiliklar aniqlansa, demak fuqarolik tartibida hal etiladi. Yuqoridagi holatda esa uyi o'zi yo'q, demak sizdan pul olib qo'yapti buyurtmachidan yoki uy oluvchidan. Bunday holatda Jinoyat kodeksi 168-moddasiga asosan bu firibgarlik hisoblanadi. Ya'ni firibgarlik bu birovni demak aldash, ishonchini suiiste'mol qilish orqali uni mulk huquqini qo'liga kiritish. Ya'ni pulingiz bu sizning mulkingiz hisoblanadi yoki uy bu sizning mulkingiz. Ya'ni uni qo'liga kiritishga harakat qilishi yoki bu jinoyat sodir etishi bu firibgarlik sifatida baholanishi mumkin. Hozir men 168-moddani misol qildingiz. O'zi u yerda belgilanganmi o'zi minimum qancha summa bo'lishi kerak firibgarlik holati deb belgilanadi yoki $100 yoki 1 million so'm ham firibgarlik holati hisoblanadimi? Tushunarli. Endi Jinoyat kodeksi 168-moddasi adashmasam 5 ta qismdan tashkil topgan. 168-modda birinchi qismida u jinoyatni sodir etgan shaxsni qo'lga kiritgan o'sha mulk huquqimi, pulni ahamiyati yo'q, summasini. 1000 so'm bo'lsa ham firibgarlik qilgan bo'lsa, unga nisbatan javobgarlik belgilanadi. Endi keyingi qismlarda ancha miqdor deydi, ko'p miqdor deydi, juda ko'p miqdor deydi, summasi oshib boraveradi. Bu ancha miqdor degani bu demak ba'zi hisoblash miqdorining, ya'ni bugungi kunda 412 ming so'mning 300 baravargacha bo'lgan miqdor. Ko'p miqdor esa 300 baravardan 500 baravargacha bo'lgan miqdor. Juda ko'p miqdor esa 412 mingning 500 baravardan ortiq bo'lgan miqdor. Nimaga bunaqa ajratilgan? Chunki ijtimoiy xavflik darajasi yuqori. Ya'ni masalan $100 ming bu juda ko'p miqdordagi pul hisoblanadi va bu uchun javobgarlik choralari ham kuchaytirilgan. Bu masalan juda ko'p miqdordagi jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan faqat ozodlikdan mahrum etish jazosi beriladi. U yerda axloq tuzatish ishlari, jarima, uy qamog'i, majburiy jamoat ishlari degan alternativ jazo turi yo'q. Juda ko'p miqdor bo'ldi, to'g'ridan-to'g'ri u demak o'sha qamoq, xalq tilida aytganda qamoq, qonun tilida esa ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanadi. Odatda endi firibgarlik holatlarida zararni qoplasa agar o'zaro kelishuvga asosan qamalmaydi degan ehtimol bor yoki o'shanda ham davlatimiz o'sha sud tashkilotlari da'vo kiritadimi? Endi bu holatda ham Jinoyat kodeksi o'sha adashmasam 168-modda 5-qismida agar firibgarlik jinoyatini sodir etgan shaxs zararni qoplasa va zarar qoplangandan keyin demak jabrlanuvchining e'tirozi bo'lmasa, zarar to'liq qoplanganligi inobatga olingan holda ozodlikni cheklash va ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq jazo qo'llanilmaydi deb yozilgan. Ya'ni uy qamog'i ham qo'llanilmaydi, qamoq jazosi ham qo'llanilmaydi. Boshqa jazolar, jarima qo'llanilishi mumkin, axloq tuzatish ishlari qo'llanilishi mumkin. Ya'ni uni demak erkinlik huquqini, masalan qamoqda bo'lsa, siz erkinlik harakatlanish huquqingiz cheklanadi. Demak zararni qoplasangiz, sizga nisbatan yuqoridagi demak jazo chorasi qo'llanilmaydi. Muhriddin aka, realtorlikda asosan o'zi realtorning vazifalari bor va ba'zi realtorlar siz aytganingizdek o'sha realtorlik vazifasini bajarmasdan turib komissiyasini olib yo'q bo'lib qoladi. Shunaqa holatlarda o'zi qonunchilikda realtorning o'zi vazifalari nimalardan iborat? Shu haqida qisqacha ma'lumot bersak. Bizda realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun bor. U yerda vazifasini aniqlashimizdan oldin
reytinglik faoliyatning qanaqa turlari borligini aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni o'sha qonunni mana 9-moddasi bor reytinglik faoliyat to'g'risidagi qonunda. Bu yerda ko'chmas mulkka oid bitimlar tuzayotganda axborot berish huquqi bor yozyapti mana. Ko'chmas mulk obyektlarini ularga bo'lgan huquqlarni savdosini tashkil etishingiz mumkin. Ikkinchi mana turi va ishonchli boshqaruv turi bor. Shuningdek, yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, bitimlarni tuzish jarayonida vositachilik, mana shu yuqoridagi vositachilik va 4 ta demak yuqoridagi turlari bor. Endi bu yerda o'sha realtorlarni huquqlari bilan birgalikda majburiyatlari ham keltirib o'tiladi qonunchilikda. Ya'ni huquqlari bu barchaga ayon. Demak, o'sha sertifikatga ega bo'lgandan keyin yuqoridagi 4 ta faoliyat turi bilan shug'ullanish mumkin, axborot berish mumkin, vositachilik qilish mumkin, xizmat evaziga haq olishi mumkin. Va shu bilan bir vaqt o'zida u demak qonunchilik talablariga, ya'ni malaka sertifikat talabiga rioya etish kerak. Va shuningdek yuqorida biz ta'kidlab o'tdik, firibgarlik va boshqa jinoyatlar haqida, demak o'sha jinoyatlarni sodir etmaslik kerak, aldamaslik kerak. Shuningdek, ko'chmas mulk haqida ma'lumot berayotganda haqqoniy va ishonchli va bugungi kundagi amaldagi ma'lumotlarni berish kerak bo'ladi. Masalan, biz ham beramiz advokatlar o'sha ma'lumotlarni tekshirish orqali. Realtorlar ham o'sha ma'lumotlarni beradi. Lekin ma'lumot berayotganda u ma'lumotingiz bugungi kundagi faol ma'lumot bo'lishi kerak. Ya'ni masalan siz bitta saytga kirdingizda u firma faoliyat ko'rsatayotgan deb chiqyapti masalan. Lekin davlatda registr status, Davlat statistika qo'mitasining sayti bor. O'sha saytga kirganingizda u firma tugatilgan chiqyapti. Lekin siz asosli bo'lmagan manbadan demak ma'lumot berdingiz, bu yerda aynan realtor aybdor hisoblanadi va ertaga unga nisbatan ham o'sha javobgarlik va zarar undirish choralari qo'llanilishi mumkin. Shu uchun haqqoniy ma'lumotlar berish kerak bo'ladi. Realtor ham mansabdor shaxs hisoblanadi o'zi demoqchisiz. Har bitta o'sha chiqargan qarori, chiqib bergan ma'lumoti uchun javobgar hisoblanadi albatta. Bunaqa holatlar bizda deyarli kuzatilmagan, sababi odatda Muhriddin aka biz hamma narsani qonuniy qilishga harakat qilamiz. Shu o'rinda men sizga kichkina o'zim rahmatimni aytib o'tmoqchiman, sababi ancha yil oldin bitta yaxshi investor akamiz bilan tanishtirib qo'ygansiz. Hozirgi kungacha biz u kishi bilan o'zimizning ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Ishonchli boshqaruvga xonadonlarni olganmiz. Hozirda men yaqinda yana 2 ta xonadonlarini ishonchli boshqaruvga olganmiz. Mana shu ishonchli boshqaruvga qisqacha to'xtalib o'tsak, bu ishonchli boshqaruv ko'plab chet el davlatlarida rivojlangan, Amerikada masalan, Dubayda ko'plab agentliklar ishonchli boshqaruv bilan shug'ullanadi. Lekin bizda ozgina o'sha realtorlarga nisbatan ishonchsizlik bor. O'zi ishonchli boshqaruv qanday tartibda bo'ladi, nima bo'ladi? Ishonchli boshqaruvda realtorning majburiyati nima, beruvchini, ya'ni o'sha realtorga ishonchli boshqaruvga beradigan odamning majburiyatlari nima? Shu haqida ham qisqacha ma'lumot bersangiz, bu narsa manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Sababi ko'pchilik masalan viloyatdan kelib Toshkentdan xonadon xarid qiladi yoki boshqa chet el davlatdan kelib xonadon xarid qiladi va uni hech qanday harakatsiz qoldiradi. Bu narsani men o'zim noto'g'ri deb hisoblayman. Sababi har bitta ko'chmas mulk olingandan keyin u ya'ni o'sha investitsiya hisobida xarid qilgan odamga foyda keltirishi kerak. U prosta tak turdimi, u zararga olib keladi. Shu haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Rahmat Jamshid aka, men xursand bo'ldim. Boyagi men mijozim siz bilan ishlayotganiga, chunki men tavsiya etgan firmalar agar ertaga aldaydigan yoki shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, u fuqaro masalan menga chiqadi, topib bergin firmang deb. Men aynan sizni firmangizni izlayotgan vaqtimda ham, sizni izlayotgan vaqtimda ham tekshirdim to'g'risi. Chunki biz kimgadir nimani tavsiya etsak ham albatta tekshiramiz. Fuqaroni o'zi masalan kelib so'rashi mumkin, shuni tekshir deb, yoki biz tavsiya etishimiz mumkin shu firma bilan ishlagin deb. Aynan men xursand bo'ldim. Demak, ish faoliyatingizni agar u bilan davom ettirayotgan bo'lsangiz, demak, aynan sizni demak realtorlik tashkilotingiz bu ishonchli firma hisoblanadi. Rahmat. Men balki yana tavsiya etarman agar shunday mijozlar bo'ladigan bo'lsa. Va aynan ushbu fuqaroga ham o'sha ishonchli boshqaruv bo'yicha shartnomani tuzish loyihasida yordam berganmiz. Mana siz tomoningizdan tanishib chiqildi, shartlarini demak muhokama qildik va fuqaro o'rtasida ushbu shartnoma siz tashkilotingiz bilan tuzildi. O'zi ishonchli boshqaruv nima? Ishonchli boshqaruv bizda haqiqatan tushunishmaydi bu narsani. Ishonchli boshqaruvi men bitta-ikkita firmalarga aloqaga chiqqanda nima bu deyapti. Realtorlar ham, tashkilotlar ham nima bu, qanaqa bo'ladi o'zi deyapti. Qonun bor mana realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunda va ishonchli boshqaruv bo'yicha alohida hujjat ham qabul qilingan. Demak, u yerda unga tushuntirish beradi. Oddiy mana sodda tilda tushuntiradigan bo'lsam,
Men masalan deylik Buxoro viloyatida tug'ilganman, men Buxoro viloyatida yashayman. Lekin men Toshkent shahridan ko'chmas mulk sotib oldim va men o'sha obyektimni, ko'chmas mulkimni ijaraga bermoqchiman va undan foyda ko'rmoqchiman. Menda masalan vaqtim yo'q. Uni sotib oluvchini topish, ijaraga, ya'ni ijarada yashovchini topish, uni e'lonini berish va uni pulini olish. Pulini olib, masalan men pulini olishim kerak bundan, lekin bu vaqt talab etadi. Ya'ni uni o'rniga ishonchli boshqaruv kompaniyalariga, ya'ni realtorlik tashkilotlariga murojaat qilsam, ular demak xuddi yuqoridagi men qilayotgan ishni boshqaradi. Ya'ni o'sha ishni qilishadi ular. Faqatgina biz o'rtamizda shartnoma tuzishimiz kerak. Bu qanaqa bo'ladi shartnomada? Masalan, men sizga huquq beraman. Meni ko'chmas mulkimni ijaraga berish huquqini sizni tashkilotingizga beraman va o'sha tadbirkordan yoki fuqarodan pulni olish huquqini sizga beraman. Va sizning majburiyatingiz demak o'sha pulni menga shartnomada kelishgan vaqtimizda yetkazib berishingiz kerak. Siz ijarachini ham o'zingiz topishingiz kerak bo'ladi, e'lonni ham o'zingiz berishingizga to'g'ri keladi. Va men esa sizni ushbu xizmatlaringiz evaziga men sizga ma'lum bir haq to'layman. Demak, yuqoridagi mana shu qisqacha tushuntirish bu mol-mulkni, ko'chmas mulkni ishonchli boshqaruvga berish deyiladi. Bu yerda ko'pchilik fuqarolar o'ylaydiki, men mulkimni firmaga ishonchli boshqaruvga bersam, uni balansiga o'tib ketadi, u uyimni sotib yuborishi mumkin degan narsalar demak savollar beriladi bizga. Bu demak savolga aniq qonunchilikda javob bor. Demak, siz ishonchli boshqaruvga uyingizni beradigan bo'lsangiz, u tashkilotda balansiga o'tib ketmaydi. Endi ba'zi holatlarda odamlar endi o'sha bu yerda asosan ishonch birinchi navbatda hujjatdan ko'ra O'zbekistonda ishonch ko'proq rol o'ynaydi. Ko'pchilik o'sha hujjatni har bitta bandiga ahamiyat bermaydi, lekin kimnidir tavsiyasiga asosan kim bilandir ishlab ketishi mumkin. Siz bergan mijoz bilan bizda o'zim ham Buxorodan bo'lganligim uchun, u kishi ham Buxorodanliklari uchun umumiy til topishimiz osonroq bo'ldi va ishonch bildirdilar. Hozirgacha masalan Yutavrdagi xonadonlarni ijaraga topshirib, belgilangan shartnomadagi muddatlarga asosan pullarni yetkazib turibmiz. Lekin ko'pchilik siz aytganingizdek mana shu shartnomani tuzishdan qo'rqadi. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Ba'zi o'zini realtor deb tanishtirgan, asosan endi bular realtor bo'lmaydi. Realtor deb tanishtirib, uni ishonchini suiiste'mol qiladi. Kunlik arendaga berib yuborishi mumkin yoki umuman o'zimni kvartiram deb vaqtida pulni to'lamasligi mumkin. Shunaqa holatlarda ishonch yo'qoladi va realtorlarning nomiga dog' tushiradigan holatlar ko'p uchrab turadi. Endi so'rab qolgan bo'lardim, o'sha oddiy o'sha realtorlik tashkiloti bilan ishlayotgan mijozlar bo'ladimi, kuzatuvchilar bo'ladimi? Har bitta o'sha realtorni malaka sertifikatiga ega yoki ega emasligini tekshirib yoki o'sha tashkilotni o'zining talablari bo'ladi, agentlik ochish talablari bo'ladi, o'sha punktlarga ahamiyat berishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Yana bitta aka realtorlar haqida savol bor. Realtor bitimda o'zi hakam bo'lib ishlaydimi yoki qanaqadir holatda mansabdor shaxs sifatida ishtirok etadimi? Endi realtorlar bu realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunda aniq yozib qo'yilgan. Oldi sotish shartnoma tuzilayotgan vaqtida yoki ijaraga mulk berilayotgan vaqtida bu yerda taraf hisoblanmasligi keltirilgan. Ya'ni siz sotuvchi bo'lmaysiz, sotib oluvchi bo'lmaysiz bu yerda. Faqatgina vositachilik qilasiz. Shuningdek, bir vaqt o'zida siz demak hakam deganingizga javob berib ketaman. Demak, ikkalasini o'rtasida keyinchalik nizo kelib chiqadigan taqdirda ham aynan sizning ishtirokingizda ushbu nizoni hal etishlari mumkin. Shu yerda demak siz vositachilik qilib ushbu nizoni demak qonun talab bo'yicha masalan qanaqa hal etiladi? Chunki realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunda aynan realtor va realtorlik tashkilotlari majburiyat sifatida o'sha normativ hujjatlar bo'yicha asosli ma'lumotlar berishi ham qayd etilgan. Demak, siz aynan shu hujjatlar bilan ikkalasi o'rtasidagi demak munozarani murosa yo'li bilan hal etishingiz mumkin. Muhiddin aka, o'ziz mana realtorlik tashkilotlariga bizning agentlikdan tashqari birortasiga murojaat qilganmisiz bizdan oldin? Endi men to'g'risi o'sha aynan yuqoridagi fuqaro bo'yicha ishlaganimda bir 3-4 ta tashkilotga yozib ko'rganman. Bittasi ishlaymiz degan, bittasi bizda bunaqa narsa yo'q degan va u tashkilotlar bilan gaplashganman. Gaplashganimda unga tushuntirganman. Bu ishonchli boshqaruv shartnomasi soliqda ro'yxatga qo'yiladi. Ertaga javobgarlik masalasi bor, soliq to'lash masalasi bor deganimda, demak u tashkilotlar yo'q, biz soliqqa aralashmaymiz deyishgan. Va esingizda bo'lsa kerak, sizga murojaat qilib siz bilan gaplashganimda xuddi shu masalalar ko'tarilgan u yerda. Demak, siz tomoningizdan aynan O'zbekiston qonunchiligiga rioya etilishi
ishonch boshqaruviga berilayotganda nima talablarga amal qilinishi kerak bo'lsa, hammasiga amal qilinishini ma'lum qilganingizdan keyin siz bilan ishlaganmiz. Chunki bizga ham aynan ertaga mijozimizni oldida, demak, yuzimiz yorug' bo'lishi uchun aynan qonuniy faoliyat yuritadigan realtorlar yoki realtorlik tashkilotlar muhim. Eng qizig'i aynan o'sha siz murojaat qilgan paytingiz aynan shu soha bo'yicha, aynan shu yo'nalish bo'yicha to'g'rirog'i alohida bo'lim ochgandik. Tasodifmi bu bilmayman. O'sha payt siz murojaat qildingiz, bo'ldi, qilamiz dedim. Lekin u mijoz ham hozirgi kunda aka mamnun. Bu narsadan men xursandman. Chunki har doim sizni eslaganimda, sizni ko'rganimda, Babush akaga bir kun emas, bir kun uchrashganimda rahmat aytaman degandim. Yo, sizga ham rahmat-da. Mana insofli, demak, halol, to'g'ri xizmat ko'rsatyapsiz. Aka, ko'p holatlarda realtorlar mavzusiga keldik. Realtorlardan kuyish holatlari o'zi sizni ish tajribangiz davomida bo'lganmi? Bizani tavsiya qildingiz yoki boshqa agentlikni tavsiya qilganingizda qaysidir mijozingiz realtor tomonidan o'zi yoki realtorlik agentligi tomonidan kuyish holatlari kuzatilganmi? Ish tajribangiz davomida. O'zi biz odatda kamroq tavsiya beramiz. Faqatgina bir marta bo'lgan amaliyotimda, shunchalik tajribamda aynan siz ishlayotgan, demak, realtorlik tashkilotini tavsiya etganman. Undan boshqa tashkilotlarni realtorlik yoki realtorlik tashkilotini tavsiya etmaganman. Nabarot, bizga realtorlarning ustidan shikoyat bo'ladi, realtorlik tashkilotining ustidan shikoyat bo'ladi. Shu biz murojaatlarni ko'rib chiqqanmiz va tegishli tashkilotlarga shikoyat qilganmiz. Ya'ni qanaqa holatlar? Deyarli 70-80% holatda malaka sertifikatiga ega bo'lmagan realtorlar tomonidan, ayrim realtorlar tomonidan, demak, o'sha huquqbuzarlik alomatlari kuzatiladi. Ya'niki pulni oladi, uyni masalan topib bera olmaydi yoki e'londa boshqa uyni ko'rsatyapti, lekin uni boshqa uyga olib boradi. Shunaqa holatlarda, demak, realtorlar tomonidan pulni qaytarmaslik holatlari ko'p kuzatiladi. Va biz bu yerda, demak, iste'molchining huquqi buzilganligi sifatida mana bizda raqobat qo'mitasi bor. Iste'molchilar huquqlari bo'yicha shu qo'mitaga yoki tegishli prokuratura organlariga ariza bilan shikoyat qilganimizdan keyin fuqaro manfaatida, demak, realtorlar haqiqatan ham, demak, aybini tan olib, o'sha pulni qaytarish holatlari bo'ladi. Yoki murojaat qilmasdan turib ham biz muzokara jarayonida ko'p masalani hal etamiz. Masalan, realtor o'ziga chiqamiz, javobgarlik masalasini tushuntiramiz. Sudlashadigan bo'lsa, mana bu bergan mijozni bergan pulni 2-3 barobar oshib ketishini tushuntiramiz. U tushunib, demak, masalani o'zaro kelishuv yo'li bilan hal etadi. Demak, bu yerda siz yuqorida aytdingiz, haqiqatan ham o'sha malaka sertifikatiga ega bo'lish kerak realtor va uni, demak, ish tajribasi, agar firma bo'ladigan bo'lsa, uni ish faoliyati, shu jihatlarga ko'proq e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman. Ko'p holatlarda realtorlarda o'sha malaka sertifikat deganingizga qo'shimcha qilib ketaman. Ko'pchilik hozir u narsani so'ramaydi. Realtormi, ijtimoiy tarmoqda o'zini realtor deb ko'rsatdimi, bo'ldi, shu realtor deb ko'pchilik unga ishonib topshiradi. Kuyish holat deganimda umuman o'zi qaytarmagan holatlari ham bo'lganmi pulni? Qaytarmagan holatlari bo'lgan. Qaysi holatda? Hattoki sudgacha ham chiqqan. O'sha 10 million so'm pul bergan, ikkita holatlar bo'lgan. 10 million so'mlik keys gapiraman sizga. 10 million so'm beryapti. Sudda hal qiluvchi qaror chiqyapti. Bir oyda kuchga kiryapti, majburiy ijroga yo'naltiryapti. Uni, demak, vaqtinchalik kimdir uyda turadi, doimiy propiskasi nomida hech narsa yo'q. Nomida hech nimasi yo'q, puli yo'q. Mipti, mana o'sha 2 yil bo'ldimi, hal ola olmayapti o'sha pulini. Demak, nomida hech narsasi bo'lmasa, puli bo'lmasa, undan hech qanaqasiga olib bo'lmaydi. U hozirgi kunda majburiyatlar reyestriga kiritilgan, yangi joriy etildi. O'sha majburiyatlar reyestrida 10 yil davomida o'sha shaxsda qarzdor. Nafaqat realtorda, kim qarzdor bo'ladigan bo'lsa, ishi MIBga o'tgan bo'lsa, 10 yil davomida u majburiyatlar reyestrida turadi. Nomiga mulk olsa taqiq qo'yiladi. Bittadan ortiq uyi bo'lsa, ikkinchi uyi auksionga chiqariladi. Bitta mashina bo'lsa, auksionga chiqariladi. Yoki bitta nejiloy noturar joyi bo'lsa, auksionga chiqariladi. Ish haqqi agar ish haqqiga ega bo'ladigan bo'lsa, 50% ga undiruv qaratiladi. Shunaqa holatlar kuzatiladi. Agar bular bo'lmasa, demak, o'sha fuqaro pulini ola olmaydi. Endi bunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Hozirgi kunda qarz undirish bo'yicha endi qisqacha o'z haqimda ma'lumot berib ketaman. O'zim ham majburiy ijroda Buxoro shahrida davlat ijrochisi lavozimida ishlaganman. Shuning uchun qonunlarga qattiq rioya qilaman. Qarz undirish deganingizda bizda ham ko'plab keyslar bo'lgan. Aynan mana shunaqa qarz undirish bo'yicha nomida hech narsasi yo'q, hech narsa qonuniy hech qanaqa uni masalan hech qanaqa biz ham davlat ijrochisi bo'lib ishlaganimizda
nomini tekshiramiz, nomidagi mol-mulk borligini, uyiga boramiz, uyidagi mol-mulk borligini, yashash ehtiyojidan tashqari hech qanaqa mol-mulki bo'lmasa, siz aytganingizdek, hech narsa qilib bo'lmaydi va sud hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 40-moddasi 1-bandiga asosan qaytarib yuboriladi ijro hujjati. U ham belgilangan muddati bor. Shuncha payt ichida ijro etilmasa qaytarib yuborardik. Bu holatlarda aynan o'sha firibgarlik holatlarida ko'p uchrardi bu narsa. Deyarli hech qanaqa ta'mirsiz, hech qanaqa uyda propiskaga qo'yadi, nomida hech qanaqa mol-mulk bo'lmaydi. Shunaqa holatlarda shunaqa keyslarimiz ham bo'lgan bizda. Realtorlik sohasida aka yana bitta muammoli holat bo'lgan. O'zi faqat realtorlar haqida yomon emas, endi yaxshi realtorlar ham bor. Shu haqida gaplashaylik. Realtorlik sohasidagi shaxsan o'zimda ham bo'lgan. Boshida ishga kirgan paytim agentlikka ishga kirganman. Ko'cha tilida aytganda chopadigan odamlar, realtorlarni chopadigan odamlar ko'p. Shunaqa holatlarda hozirgi kunda ko'plab o'sha realtor bilan hamkorlik bitimlari tuzilmaydi. Ko'p holatlarda biz ham mijozlarga taklif qilamiz. Qanaqadir qo'rquv bo'ladi. Bu endi ikki tomoni ham manfaatini o'zi o'ylab tuziladi bu shartnomalar. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun o'zi shartnoma tuzish kerakmi? Kerak emasmi realtor bilan? Aynan sotuv bo'yicha. Bu bo'yicha ham qonunda aniq yozib qo'yilyapti. Realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunda, demak, o'sha realtorlik tashkilotini va realtorlarni demak majburiyatlaridan biri bu realtorlik xizmat ko'rsatish bo'yicha shartnoma tuzish shart deyilgan. Ya'ni u yerda mumkin deyilmagan, qilsa bo'ladi deyilmagan, shart deyilgan. Demak, bunaqa holatda mijozga to'g'ri tushuntiriladi. Naborot, bu mijoz manfaati uchun tuzilyapti bu. Siz javobgarlikni bo'yningizga olyapsiz. Agar siz shartnomada ko'rsatilgan xizmatlarni bajarmasangiz, ertaga u tegishli tartibda siz bilan nizolashish mumkin. U shartnoma bo'lmasa, isbotlab bera olmasa, sizga to'lagan pulni qanaqa qaytarib oladi? O'sha uchun ham demak fuqarolar demak huquqiy bilimi yetib turib, huquqiy savodxonlik, huquqiy ongi yetib turib o'sha shartnomani tuzmasligi demak ertaga turli muammolarni, sud va boshqa nizolarni demak olib kelishiga sabab bo'ladi. Endi bu yerda faqat sotuvchini, iste'molchini emas, realtorning huquqlari ham bor aka. Realtorda masalan ko'pchilik o'sha belgilangan o'zini foizi bo'ladi. O'sha narsadan ko'pchilik norozi bo'ladi yoki to'lamasligi uchun qo'ldan kelgan hamma narsani qiladi. O'sha holatlarda kimdir o'sha realtor tomonidan sizga murojaat kelib tushganmi? Men xizmat haqqimni to'lamadi. Yo'q. Amaliyotimda realtorlar tomonidan yoki hamkasblaringizda birortasida bo'lmagani menimcha bunaqa. Yo'q, eshitmaganman lekin bunaqa nizolarni. Ya'ni realtor o'sha buyurtmachi bilan shartnoma tuzadi. Uy masalan sotilgandan keyin o'sha kelishilgan summani berish kerak bo'ladi. Shunaqa. Lekin xizmat haqqini to'lamadi. Yo'q, bunaqa holatlar kuzatilmagan lekin. Kuzatilmasligining asosiy sababi aka mana shartnoma tuzilmasligi. Ko'p holatlarda og'zaki kelishuvga asosan ishlanadi. Nima bo'ladi endi? Bunaqa holatda pulni olib biladimi? Agar qanaqa bo'lgan? Agar tajribaga ega bo'lsa agar pulni olib oladi. Agar tajribaga ega bo'lmasa agar pulni ola olmaydi. Menda xuddi shunaqa holat bo'lgan. Men naqdni chopib tashlaganlar boshida kelganimda. To'g'risi boshida kelganimda Toshkentni unaqa zo'r bilmayman, lekin taqdir taqozosi bilan balkim omadim kelgandir. Muqimiy ko'chada bitta restoran bor. Men o'shani topshirganman, lekin men pulimni bermagan. U odam xorazmlik bo'lgan. Endi kafe nomini, restoran nomini aytmayman, lekin shunaqa holat bo'lgan. Eng katta kamchiligim, men agentlikka ishlagan taqdirimda ham agentligimning rahbari tomonidan u obyekt berilgan va bu obyektni egasi bilan shartnoma qilinmagan ijaraga berish bo'yicha. Va o'sha yerda men naqd $7,000 chopib yuborilganman. Ola olmagansiz xolos pulingizni. Ola olmaganman, uni talab ham qila olmayman. Talab qilganim bilan u tomonning egasi ham, chunki u yaxshi brend restoran bo'lgan. Hozirgi kunda ham faoliyat yuritib boryapti u. Uni egasi ham baribir ko'p holatlarda ijaraga oluvchi tomoniga o'tib ketadi. Hozirgi kunda o'zim agentlik ochganimdan keyin va bu holatlar bo'lgandan keyin men har bitta klient bilan ijara bo'yicha shartnoma tuzishga yo sotuv bo'yicha ham shartnoma tuzishga harakat qilaman. Sababi meni ham xavfsizligim, uni ham manfaatlarini tushuntirib, shartnomani imzolab, xudo xohlasa ish faoliyat olib yurityapmiz.
Menimcha hamma rozi deb o'ylayman bizning ish faoliyatimizdan va asosan hozir первичка, ya'ni birinchi birlamchi bozor bilan ham asosiy fokusimiz shu yerga qaratilgan. Muxtor aka, mana bu investitsion shartnomalarda bilasiz, boshqa birovga o'tkazish переуступка bo'ladi. Birovdan birovga, investordan yangi investorga o'tkazish bo'ladi. O'sha joyda aynan qaysi bandlariga ahamiyat berish kerak? Yangi xonadon olyapti. Masalan, yaqinda o'zimizda bitta case bo'ldi. Tanishimiz xonadon olgan, menga sotib berdi. Sotib bergan paytida boshqa yangi investorga o'tkazayotganimizda aynan o'sha investitsion shartnomada boshqa birovga o'tkazsang agar shartnomaning umumiy summasidan 3% to'laysan degan bandi bor. Shart kiritgan. Ha, bandi bor. O'zi bu narsa qonuniymi? O'zi yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, shartnoma tuzish erkin. Unga o'zgartirish kiritish ham agar qonunchilik talablariga zid bo'lmasa, erkin ravishda ikkala taraf tomonidan amalga oshiriladi. Ya'ni u yerda ustama haq belgilash, foiz belgilash, peniya, jarima belgilash bu taraflarning o'zining huquqi hisoblanadi. Ya'ni yuqorida siz aytgan misolda agar demak shartnomadan boshqa shaxs foydasiga voz kechsa, ya'ni huquqini o'tkazsa boshqa shaxsga va bu uchun firmaga to'lov amalga oshiriladi deb yozilgan bo'lsa, bo'ldi, amalga oshiradi. Chunki shartnomada shu shartga imzo qo'ydimi, demak o'sha shartga rioya etib to'lovni amalga oshirish kerak. Va agar to'lov amalga oshira olmasa, bo'ldi. Shartnoma buning nomida qoladi va boshqa shaxsga o'tkaza olmaydi. U majburiy demoqchisiz. Albatta. Agar uni to'lovni qilmasa, boshqa shaxsga o'tkaza olmaydi va firma rozi bo'lmaydi. Firma rozi bo'lmasa, qanaqa boshqa shaxsga o'tkazadi? O'tkazish uchun ham ikkala tarafda rozi-rizolik bo'lishi kerak va bu rozi-rizolik qo'shimcha kelishuvda aks ettirilishi kerak. Demak, investorning imzosi bo'lishi kerak va quruvchini imzo va pechat bo'lishi kerak bo'ladi. Muxtor aka, ko'pchilik va ko'chmas mulk olib sotishda oilaviy, ya'ni ayoli yoki erini roziligi kerak bo'ladi. Lekin bizning кейsimizda o'zi O'zbekiston fuqarosi, ayoli yoki eri chet el fuqarosi bo'lgan holatlar bor. Unda belgilangan davlat tashkiloti tomonidan ro'yxatdan o'tmagan bo'ladi. O'zbekistondan chet el davlatda shu ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Nikoh tuzganlik to'g'risidagi ma'lumot bizda ko'rinmaydi. Shunaqa holatlarda o'zi notarial harakatda u ko'rinmasa, ertaga u da'vo qiladigan bo'lsa, ayoli yoki eri umumiy mulk haqdorligi bo'ladimi? Lekin notarial harakat o'zi bo'lgan, o'tib bo'lgan. Tushundim. Demak, agar er xotindan birini roziligisiz bitim amalga oshiriladigan bo'lsa, u ertaga nizo tug'dirishi mumkinmi? Ya'ni nizoli holatlar bo'lishi mumkinmi? Aynan sizning keysingizda haqiqatan ham agar O'zbekiston hududida uni demak nikohi qayd etilmagan bo'lsa va u notarial bazada, ZAKS bazasida va notarial baza integratsiya qilingan bo'ladi va bazada bu demak uylanmagan shaxs sifatida yoki ajrashgan shaxs sifatida, ya'ni umumiy nikohda kim bilandir turmushi bugungi kunda mavjud emasligi ko'rinadigan bo'lsa, bo'ldi. Notarius demak aynan o'sha er yoki xotinni, ya'ni erkak yoki ayolning mulkini tasarruf etishda qaysidir taraf roziligini olmaydi. Chunki notariusga bu ayon emas. Notariusga ayon bo'lgan taqdirda ham uni bazasida bo'lishi kerak u ma'lumot. Ya'ni nikoh qayd etilganligi haqida ma'lumot bo'lishi kerak. Agar u bo'lmasa, u demak bitimni tasdiqlab beradi. Masalan, men kredit olyapman, uyim bor, uyimni garovga qo'yishim kerak. Uyimni garovga qo'yayotgan vaqtimda meni turmush o'rtog'imni rozilik xati kerak bo'ladi. Ya'ni notarial rozilik xati kerak bo'ladi. Agar u rozilik xati berilmasa, ertaga tuzilgan garov shartnomasi sud tomonidan haqqi emas deb topilishi va bank menga bergan kredit evaziga demak garovsiz qolib ketishi mumkin. Ya'ni men uyimni, garovdagi uyimni boshqa shaxsga sotib yuborishim mumkin va kredit to'lamasligim mumkin. Demak, shunaqa holatlarni oldini olish maqsadida ham notarius bazadan tekshiradi. Endi agar u chet ellik bo'ladigan bo'lsa va chet elda uni nikoh haqiqatan ham chet el qonunchiligi bo'yicha, masalan, Turkiya qonunchiligi bo'yicha qayd etiladigan bo'lsa va bizda demak bir taraf O'zbekiston fuqarosi bo'ladigan bo'lsa, u demak bizning sudlar tomonidan ko'rib chiqilishi mumkin va ertaga agar u o'sha apostol qo'yilgan, tarjima qilingan ZAKS xatini demak notarial variantini olib kelsa, sud tomonidan demak boyagi er yoki xotin bitim tuzgan bo'lsa, o'sha bitim keyinchalik sud tomonidan aniqlansa, u haqiqiy emasligiga ham olib kelishi mumkin. Bekor bo'ladi. Haqiqiy emasligiga olib kelishi mumkin, sud haqiqiy emas deb topishi mumkin. Endi buni qayerdan o'zi aniqlasa bo'ladi? Buni menimcha aniqlab bo'lmaydi. Buni aniqlay olmaysiz. Siz faqatgina majbursiz O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha O'zbekistonda qayd etilgan etilmaganligi yuqoridagi aytdik-ku.
Realtorlik tashkiloti demak FXDIY organlaridan nikohda turish-turmasligi ma'lumotini olishga haqli. Ya'ni siz so'rab olishingiz mumkin. Demak, O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha oldingizmi, yo'qmi? Bo'ldi. Ertaga u chet el bilan bog'liq nizoga duch kelib qolsa, siz javobgar hisoblanmaysiz. Endi odatda bu ma'lumot o'sha notarial idoralar tomonidan ham tekshiriladi. Shunday. Endi hozirgi kunda hamma narsa integratsiyalashganligi sababli biza bu tashkilotlarga so'rov yubormaymiz. Chunki notarial harakatlardagi o'sha so'rovlardan biz ko'rib olamiz. Endi bunaqa holat bo'lgan, lekin hali uni xotini kelib talab qilgan nuqtasi bo'lgani yo'q. Ya'ni biza xotini borligini o'zidan eshitib, o'sha arizani apostil qilib, tarjima qilib, bu yerda notariusdan tasdiqlatib, rasmiylashtirib berganmiz demoqchiman. Lekin ba'zi holatlarda, ba'zilardan eshitganimda ortiqcha bosh og'riqmasdan shundoq ham o'tkazib yuborgan holatlari bo'lganligi uchun bu savolni berdim. Kredit masalasiga to'xtaldik. O'zi ipoteka shartnomalari hozirgi kunda bu bozor ham rivojlandi ancha. Ipoteka shartnomalariga to'xtalsak, o'zi ipoteka shartnomalarini aynan qaysi banklarga ahamiyat berish kerak? Ipoteka shartnomalari bu demak yuqorida biz ta'kidlab o'tgan investitsiya shartnomalari, oldi-sotdi shartnomalaridan tubdan farq qiladi. Va men bu o'rinda 100% masalan advokat yoki realtorlik tashkiloti yoki realtor bilan maslahatlashishni tavsiya etaman. Nega? Chunki bizda men ko'p kuzataman, bank yuristlari juda kuchli mutaxassislar bo'lishadi. Ya'ni banklar, xoh davlat banki bo'lsin, xoh xususiy bank bo'lsin, o'ziga demak kuchli yuristlarni, aynan shartnoma huquqi, korporativ huquq bo'yicha kuchli mutaxassislarni o'zlariga jalb etishadi va shartnomaga imkon qadar bank manfaatlarini ko'zlaydigan shartlar kiritishadi. Endi bu yerda bank bilan fuqaro o'rtasida tuzadigan shartnomada odatda iste'molchini huquqlariga zid qoidalar bo'lmaydi. Ya'ni kam kiritiladi. Chunki bizda Markaziy bank boshqaruvining 30-30 qarori bor. O'sha 30-30 qarorda quyi banklarga, ya'ni davlat va xususiy banklarga Markaziy bank tavsiya beryapti. Ya'ni shartnoma tuzayotganda nimalarni shartnomaga kiritmaslik kerak, nimalarga e'tibor qaratish kerak, javobgarligini oshib ketmasligiga e'tibor qaratish kerakligi kabi tavsiyalarni bergan. Lekin shunga qaramay ayrim xususiy banklarni ayrimlarida men kuzataman, iste'molchini demak huquqlariga zid bo'lgan shartlar kiritiladi bu yerda. Yuqoridagi misolda ta'kidladik. Masalan, kredit to'lovlarini kechiktirsa deylik, siz yillik 17% miqdorida kredit oldingiz. Yillik 17% miqdorida. Shartnomada yozyapti, agar bir marta kredit to'lovini kechiktiradigan bo'lsa, 1 oyga deyapti. O'sha foiz 2 barobar hisoblanadi deyapti. Bu degani 17% emas, balki 34% hisoblanadi deyapti. Bu degani juda katta miqdorda sizga foiz chiqib ketadi degani. Shuningdek, yana bitta shart kiritishadi, peniyadan tashqari. Masalan, deydi, quruvchi deyman. Agar fuqaro kredit yoki tadbirkor kredit to'lovlarini kechiktiradigan bo'lsa, bunga demak jami ajratilgan kreditdan 10% yoki 5% yoki kechiktirilgan summani 10% miqdorida jarima qo'llaniladi degan shartlar kiritiladi. Biz bunaqa keyslarda ham aynan fuqaro yoki tadbirkor manfaatida banklarda demak uni himoyachi sifatida ishtirok etganmiz va hattoki mana shunaqa 1,5 barobarlik yoki 2 barobarlik oshirilgan foiz stavka qo'llaniladi degan shartni biz chiqarishga hattoki erishganmiz. Chunki masalan siz bilmaysiz ertaga ishdan bo'shab qolishingiz mumkin yoki keladigan joyingizdan daromad kelmay qolishi mumkin. Ya'ni o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablar bo'lishi mumkin. Baribir bunaqa holatda banklar tomonidan oshirilgan stavka qo'llaniladi va jarima qo'llaniladi. Aynan shu jihatga e'tibor qaratish kerak deb hisoblayman. Shuningdek, agar nizo kelib chiqadigan bo'lsa, o'sha shartnomada O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha hal etiladi degan shartni kiritib ketish kerak deb o'ylayman. Nimaga? Chunki ayrim men mikromoliya tashkilotlarida ko'p kuzatiladi. Bu yerda yozyapti, agar nizo kelib chiqsa, bu demak hakamlik sudlarida ko'riladi, arbitraj sudlarida ko'riladi degan masalalar ko'tariladi. Endi bular davlat sudlari emas, bular xususiy sudlar hisoblanadi. Bu yerda masalan ular ham qonunchilik bo'yicha ko'radi sizni boyagi da'vogar, javobgar manfaatlarini. Lekin baribir demak davlat sudlari ko'rgani yetmaydi. Imkon boricha o'sha shartnomaga aynan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va davlat sudlari tomonidan ko'rilishi kerak degan bandlarni kiritib ketish kerak. Ya'ni xususiy sudlar ko'rsa, arbitraj sudlari ko'rsa, balki unga chaqiruv xati yetib kelmasligi mumkin yoki yubormasligi mumkin ular xatni. Mol-mulk auksionga chiqib ketishi mumkin, hattoki xabar bo'lmasligi mumkin. Shunaqa holatlar ham kuzatilishi mumkin. Bu holatlar endi tajribangizdan kelib chiqib ko'p holatlarda uchraganligi uchun menimcha aytyapsiz.
O'zi ipoteka shartnomasidagi aynan qaysi o'sha siz aytgan bandlardan tashqari yana qaysi bandlarga ahamiyat berish kerak? Hmm. Endi Foizdan tashqari. tushundim. Ipoteka shartnomasi bor, kredit shartnomasi bor. Men yuqorida aytganim kredit shartnomasi bo'yicha. Endi siz aytayotgan ipoteka shartnomasi bu mol-mulkini garovga qo'yish shartnomasi hisoblanadi. Bu ipoteka shartnomasi deyiladi. Ya'ni bu yerda masalan ko'chmas mulkini demak garovga qo'yayotgan vaqtida nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi masala. Ayrim ipoteka shartnomalarida yoziladiki, bankni roziligisiz demak, u yerda doimiy ro'yxatga hattoki o'zini va yaqin qarindoshlarini qo'yishi mumkin emas degan shart kiritiladi. Mulk sizniki bo'lsa, siz o'zingiz istagan qarindoshingizni yoki begona odam bo'ladimi, siz uni demak ro'yxatga qo'yish huquqiga egasiz. Demak, ya'ni shu jihatiga e'tibor qaratish kerak. Masalan, bank manfaatida agar qaraydigan bo'lsak, begona shaxslar kiritilishi ertaga mol-mulk auksionga sotiladigan bo'lsa, ularni chiqarish sal muammo bo'lishi mumkin, sudlashish mumkin. Lekin o'zini ro'yxatga qo'yayotgan vaqtida unaqa shart kiritishi menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Demak, birinchidan shu jihatga e'tibor qaratish kerak. Ikkinchidan, ayrim ipoteka shartnomalarida agar kredit qarzdorligi kechikadigan bo'lsa, notariusning ijro xati orqali to'g'ridan-to'g'ri MIBga chiqarilib auksionda sotiladi degan shart kiritiladi. Bu sudsiz degani. Siz sudda ishtirok eta olmaysiz, notariusga ham bora olmaysiz. Notarius sizni chaqirmaydi, majburiyati ham yo'q sizni chaqirishga. U yerda faqatgina xabarnoma yuborish tartibi va qarzdorlikni hisob-kitob qilish ma'lumotnomasi bo'ladi. O'sha ma'lumotnomaga asoslanib ijro xati beradi. Ya'ni siz bank bilan ipoteka shartnoma tuzayotganingizda sizni mulkingizga faqatgina sud tartibida undiruv qaratilishi haqida shart kiritishingiz kerak. Ya'ni hech qanaqasiga ijro xati emas, o'sha ijro xatda imkon boricha qochish kerak. Ya'ni sud tartibida bo'ladigan bo'lsa, ertaga sudya masalan bankdan 500 million oldingiz, bor yo'q 10 million muddat o'tgan qarzdorligingiz. Bankka 10 millionni demak undirish qismini qanoatlantirib, qolgan 490 millionni rad etishi, auksionga ham chiqarmasligi mumkin. Notarius unaqa emas. Qarzdorlik bo'yicha ma'lumotnoma berildi, bo'ldi ijro xat berib auksionga mulkingiz chiqib ketadi. Demak, aynan mana shu 3 ta jihatiga e'tibor qaratish kerak. Yana bitta savol, o'zi hozir siz aytgan shartlar bu birlamchi bozorga tegishlimi yoki faqat ikkilamchi bilan birlamchini shartlari bir xil bo'ladimi? Bir xil. Birlamchiga ham qo'llasa bo'ladi, ikkilamchiga ham kiritib ketsa bo'ladi. Hozirgi kunda birlamchida men bitta shartnoma tuzilayotganini ko'rib qoldim. Kadastr chiqqanigacha 23% gadovoy stavkasi, kadastr chiqqandan keyin 17% qilib belgilangan. Bu qanaqadir reglament asosida belgilanganmi? Siz aytgandek o'sha Markaziy bankni reglamenti bo'yichami yoki ichki reglament bo'yicha shunaqa belgilanganmi? Bu yerda kredit tashkilotlarining kredit siyosati bo'ladi, ya'ni banklarning o'zining ichki siyosati. Foiz stavkalarini belgilashi Markaziy bank belgilamaydi ular foiz stavkasini. Lekin Markaziy bank bitta qarori bor, hozir yili bilan raqam esga kelmadi. U yerda o'sha mikromoliya tashkiloti banklarga kredit foiz stavkasini 50% dan adashmasam 50 yoki 60% dan oshirmasligi haqida qoida nazarda tutilgan. Boshqa holatlarda bank 17 deydimi, 23 deydimi, 35 deydimi, bu bank o'zi hal qiladi. Boshqa tashkilotlar unga aralasha olmaydi. Demak, kadastr chiqquncha 23 deydimi, rozi bo'lib imzo qo'ydim, bo'ldi 23 to'laydi. Undan keyin 17 dedim, bo'ldi 17 to'laydi. Yoki 23 belgilab, keyin 26 bo'ladi desa, 26 ni to'lashda davom etadi. Shunaqa bo'ladi. Ya'ni shartnoma erkinligi prinsipi. Shartnoma tuzdimi, o'sha qoida bo'yicha demak davom etadi. Ipoteka mavzuga kelgan bo'lsak, yana bitta bu bo'yicha endi balkim ma'lumotga egadirsiz, balkim yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Hozirgi kunda sud protsessi ketyapti. Gapimni boshida aytib o'tdim, firibgarlik holatlari uchrayapti deb. Tashkilot bor, katta o'sha piramidani tashkil qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ham, Kunuzda ham olib chiqildi. Hozirgi kunda sud protsesslari ketyapti. Credit House o'sha boshlang'ich to'lovni minimal belgilab, quruvchilardan vositachi sifatida belgilangan miqdorda pul to'lab, qaysidir muddatdan keyin pul to'lamagan. Shundan keyin arizachilar sudga murojaat qilib, hozirgi kunda sud protsessi ko'rilyapti. O'zi aynan shunaqa holatlarga uchramaslik uchun escrow tizim birinchi navbatda joriy qilinyapti. Ikkinchi navbatda mana shunaqa o'rtadagi vositachi tashkilotlar bilan ishlayotganda ular bilan ham baribir shartnoma tuziladi. Aynan qaysi bandlariga ahamiyat berish kerak? Hozir siz aytayotgan fuqaro yoki yuridik shaxs quruvchi firma bilan shartnoma qiladigan bo'lsa, quruvchi firmani masalan subpudratchi jalb etishi mumkin. Ya'ni uni ishlariga yordam beradigan firma bilan shartnoma qilish mumkin. Yoki
o'sha quruvchi firma amalga oshirishi mumkin qurilish ishlarini. Siz bu shartnomani ko'ra olmaysiz. Chunki u yerda obyektni demak qurilishlarni amalga oshirishni o'sha firmaga berib qo'yapti. Mana yaqinda bitta shartnomani ko'rdim. U yerda mashhur firma u yerda aniq yozyapti. Demak, pulni oladigan firma bu ijrochi firma, bu firma qurilish ishlarini amalga oshiradigan firma, bu firma deb o'sha 3 tomonlama shartnoma tuzib va rekvizitlar qismida uchalasini ham shartini kiritib ketyapti. Ya'ni fuqaro bu yerda borayotgan vaqtida shuni aniqlashtirish kerakki, aynan to'liq shu firma tomonidan qurilishlar amalga oshiriladi. Demak, boshqa quruvchi firma bormi? U firmani men tekshirishim kerak. U qanaqa firma, bozorda o'rni bormi? Xuddi yuqorida biz ta'kidladik-ku, ro'yxatdan o'tkazilganligi, qarzdorlik masalalari, mana shu masalalarni tekshirishda xuddi o'sha qoidalar narigi firmaga ham tegishli bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha ma'lumot sifatida uni ham so'rasa zarar qilmaydi. Endi bu ma'lumotni menimcha ko'pchilik bilmasa kerak, siz aytgan ma'lumotni. Chunki siz aytganingizdek, quruvchi firma boshqa bo'ladi va podrachik boshqa bo'ladi. Endi hozir to'g'ridan to'g'ri quruvchiga borib bu narsa haqida ma'lumot so'rasa, quruvchi to'g'ri ma'lumotni beradimi, yo'qmi degan ikkinchi savol bor. Shunaqa. Chunki quruvchi firma bilan subpudrat, ya'ni unga yordamchi firma o'rtasida shartnoma tuzilsa, uni majburiyati yo'qda. Quruvchi vaqtida qurib topshirsa bo'ldi. Narigi subpudratchi vaqtida topshirmaganligi uchun quruvchi bilan ertaga sudlashishi mumkin. Lekin quruvchi firma aynan investor bilan shartnomasida keltirilmaganligi uchun narigi subpudrat firma majburiyatini vaqtida bajarmaganligi vajini asos qilib keltira olmaydi. O'sha tomonni yutqazishi mumkin. Shu uchun biz ham quruvchi firmalarga tavsiya etamiz, aynan subpudratchi bo'ldim, 3 tomonlama shartnoma tuzsin. Ertaga demak narigi firma ham kechiktiradigan bo'lsa, mana shartnomada yozilgan shu jihati. Kechiktiradigan bo'lsa, mana bunaqa uzaytiriladi yoki force major bo'lsa, mana bunaqa holat bo'ladi degan shartlarni kiritish kerak bo'ladi. Aka, yana bitta o'sha firibgarlik mavzusiga qaytaylik. O'z ko'rgan, real case'da bo'lgan endi eng zo'r firibgarlik holati qaysi? Ko'chmas mulk borasida. Ko'chmas mulk bo'yicha firibgarlik dedingiz, bu degani demak o'sha huquq muhofaza qiluvchi organlar, ichki ishlar organlari, xavfsizlik tashkiloti yoki prokuratura organlari tomonidan demak tergov harakatlari olib borilib, demak uni ishi sudga chiqib, sud protsessi davom etayotgan yoki hukm chiqqan holatlar demak bo'lishi mumkin. Ko'p bo'ladi bunaqa holatlar, biz himoya qilamiz. Aynan bu yerda investor jabrlanuvchi hisoblanadi va jabrlanuvchi deb e'tirof etiladi tergov organi qarori yoki sud ajrimi bilan. Demak, jabrlanuvchi deb e'tirof etilgandan keyin unga o'sha investor deyman, quruvchi tashkilot hisobidan pulni qaytarish masalasi ko'tariladi. Ya'ni sud hukmida u narsa qayd etiladi. Biz ishtirok etgan holatlar ko'p aka. 90 dan ortiq bitta quruvchi firma uncha mashhur emas, lekin 90 dan ortiq fuqaroni aldagan. Qaysi ma'noda? Bu yerda mana 45 ta odamga sotgan va yana 45 ta odamga ikkinchi shartnomani qilib beryapti. O'zi 45 ta xonadon, lekin uni egalari 90 ta bo'lib chiqyapti. Bitta xonadonga ikkita mulkdor bo'lib qolyapti. Shunaqa holatda demak firibgarlik va boshqa moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganligi bo'yicha biz fuqaroni himoya qildik. Lekin demak pulni qaytish ehtimoli juda past. Firmani balansida hech qanaqa mol-mulklari yo'q bugungi kunda. Demak, javobgarlikka tortilayotgan mansabdor shaxslarni, ya'ni direktorlarni, buxgalterlar bilan bog'liq bu yerda jinoyat alomatlari bor. U tergov jarayonida tekshirilgan, hech qanaqa mol-mulk yo'q. Katta ehtimol bilan bu fuqarolar demak ertaga pulini ola olmasligi mumkin. Endi bitta o'sha siz aytmoqchi bo'lgan 45 ta xonadonni 90 ta egasi bor. Shunaqa. Siz ko'rganingiz eng kattasi shu. Shunaqa. Summasi ham bu yerda sal kattaroq. Aynan shunaqa holatlarga uchramaslik uchun birinchi navbatda ya'ni ishonchli realtorlik agentliklariga murojaat qilishlaringizni so'rab qolaman yoki malakali mana hamkorimiz bor, Muhriddin aka. Sizga murojaat qilsalar, albatta hamma hujjatlarini tekshirib, xudo xohlasa to'g'ri maslahat berasiz deb o'ylayman. Yana bitta quruvchilar haqida savolim bor aka. O'zi quruvchilar odatda investorlar bilan shartnoma tuzishda brend quruvchilar barcha o'sha ikki tomonni manfaatlarini nazarda tutib shartnoma tuzadi. Siz ko'rgan birorta o'sha shartnomada o'sha qonun buzilish holati bo'lgan shartnoma bormi? Qonun buzilishi
ko'p bo'ladi Jamshid aka, aynan quruvchilar tomonidan. Chunki bizda bu munosabatlarni tartibga soluvchi tegishli fuqarolik kodeksi, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun hujjatlari bor. Ya'ni bitta mana oddiy misol, agar quruvchi bilan o'sha ulushdor o'rtasidagi shartnomada iste'molchini javobgarligini oshib ketishiga olib keladigan shart kiritilsa, bu o'z-o'zidan haqiqiy emas hisoblanadi va bu tartibda biz nizolashib, o'sha shartini haqiqiy emas deb topilishiga erishganmiz. Ya'ni qaysi holatda, demak, fuqaro qurilish firmasiga pul beryapti, masalan deylik 800 million so'mga kelishyapti-da, bosh to'lov 200 million beryapti, qolgan to'lovlarni demak har oy 15 million so'mdan kelishyapti. 2 oy davomida to'lay olmayapti va biz shartnomasini ko'radigan bo'lsak, yozyapti. Agar ulushdor tomonidan to'lov amalga oshirilmasa, demak u tomonidan to'langan barcha to'lovlar qaytarib berilmaydi. 200 million so'm ham 15 million amalga oshirgan 6 oylik 290 million to'lov amalga oshirgan. Ushbu to'lovlar qaytarib berilmaydi va quruvchiga o'sha shartnoma shartini buzganligi uchun to'lovlarni nech pul bermagan bo'lsa, o'shani 20% miqdorda jarima qo'llaniladi degan shart kiritilgan. Lekin quruvchini o'zida kechiktirganligi uchun 0.1% miqdorda jarima, ya'ni penya yozilyapti. Bunda 20% miqdorda penya yozilyapti. Demak, bu yerda ko'rish mumkinki, iste'molchining, ya'ni ulushdorning javobgarligi oshib ketyapti. Uyini olmayaptimi? Demak, u to'lagan pulni qaytarib berish kerak. Iste'molchini aybi yo'q bu yerda. Uni uzrsiz sababga ko'ra 2 oy kechiktirganligi, demak, qanchadir miqdorda penya hisoblashiga asos bo'lishi mumkin. Lekin penya ham quruvchiga berilgan penyadan juda yuqori. Bu yerda endi eng katta siz qonun buzilish holatini nazarda tutdingiz. Ko'pchilik endi ko'ra olmaydigan holatlar bo'ladi. Ahamiyat bermaydigan holatlar bo'ladi. O'sha boshida aytib o'tganimizdek, aynan o'sha marketing qurboni bo'lgan hozirgi kunda odamlar ko'p. Nima uchun asosan endi bunaqa bo'ladi? Ular o'sha boshlang'ich to'lov kam yoki deyarli yo'q quruvchilarni tanlab hozirgi kunda investitsiya kiritadi va pulini ola olmaydi. Na pulini, na uyini olib biladi. Odatda endi bunaqa holatlar o'zi bo'lmasligi uchun Xudon aka bu podkastimizni tashkil qilganmiz. Albatta. Menimcha bu podkastimiz ko'plab kuzatuvchilarga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Bizning taklifimizni rad qilmasdan bizlarni studiyamizga kelganingiz uchun sizga yana bir marta katta rahmat. Xudo xohlasa yana yangi podkast tashkillashtiramiz. Qonunda escrow tizimida o'zgarish kiritilgan va bu qonuniy kuchga kirgandan keyin foydali ma'lumot yana beramiz obunachilarga. Rahmat aka sizga kelganingiz uchun. Jamshid aka, sizga ham rahmat. O'ylaymanki, haqiqatan ham manfaatli video bo'ldi. Chunki ko'pchilik fuqarolarimiz aynan tegishli o'sha uy olayotgan vaqtida mutaxassisga murojaat qilmasligi, hujjatlarni yoki quruvchi tashkilotni tekshirmasligi oqibatida biz masalan siz ham men ham 100% masalan kafolat bermaymiz. Lekin biz hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirilganligi, shartnomada uni manfaatiga xizmat qiladi yoki yo'q, shu qonunda nima nazarda tutilgan bo'lsa, biz shu shartlarni ko'rib, maksimal uni xavfini kamaytirishga harakat qilamiz. O'zi oldingi ish tajribamdan kelib chiqib, aka fuqarolik ishlarida ko'riladigan nizolar, bu fuqaro bilan fuqaro agar kelishmasa, u juda qiyin masala, u kelisha olmaydi deb o'ylayman. Birinchi navbatda har bitta o'sha O'zbekiston fuqarosida huquqiy ong rivojlanishi kerak deb o'ylayman. Fuqaro bilan fuqaro kelishtira olmagan narsani advokat ham, prokuratura ham, ichki ishlar xodimi ham, majburiy ijro tashkiloti ham qonuniy harakatlarini ko'rib biladi. Boshqa hech qanaqa majburlab uni san kelishasan deb majburlay olmaydi. Yoki oddiy fuqaro bilan MCJ o'rtasida ham xuddi shunaqa. Endi har bitta inson o'sha qonunni bilishi va qonunga amal qilib yurishi kerak deb o'ylayman. Suhbatimiz chiroyli yakunlandi aka. Sizga rahmat. Rahmat sizga. Xudo xohlasa yana podkastlarda uchrashamiz deb o'ylayman. Albatta. Rahmat.